biz o'zimiz ham o'qitamiz noldan. Mana menda nima shunaqa bo'ldi, o'zimizga eshitish kerak bo'ldi. O'zimiz o'qityapmizda, keyin qarasam, ular ishlab keta olmayapti. Sonlar bilan ishlashni yomon ko'rgan odam buxgalter bo'lganlarni ko'p ko'rganman, lekin baxtsizlarni ham ko'p ko'rganman bunaqada. 100% odam o'qisa, o'shatdan 10% odam buxgalter bo'lib qolyapti. Chunki oson soha emas-da bu soha. 5 yildan keyin ham, 10 yildan keyin ham buxgalterlik kerak bo'ladi. Faqat savol qanaqa ish qilishadi? Pul berayotganda, misol uchun men ko'p beryapman degan narsa bo'lmaydi, faqat to'g'ri kelishuv. Ya'ni men noto'g'ri kelishuv qilgan ekanman ko'pchilik bilan shu paytgacha. Mayli, yo'q deya olmaganman. Problema o'shanda. Pul sanashni boshlash kerak. Oylik olish kerak, dividend olish kerakmi? Olish kerak. Lekin oylik ham bo'lish kerak. Zo'r xususiyatlaringiz bor ekan. Zo'r xususiyatingiz empatичныйsiz. Odamlarni yaxshi ko'rasiz. Odamlarni yaxshi ko'rasiz, odamlar ham sizga intiladi. Bu zo'r sizni xarizmangiz. Agar psixikangiz butun bo'lmaganda siz 1,5 yoshli egizlaringiz bilan, shuncha proyektlaringiz bilan, 5 ta bolangiz bilan hozir mana shunday boshingizni yopib depressiyada o'tirgan bo'lasiz. Bugungi birinchi razborimiz yana oilaviy biznes. Ona bolalarni bugun razbirat qilamiz. Sevaraxon va Isroiljon Muhammedovlar. Buxgalteriya o'quv markazi biznesi. To'g'rimi? Kelinglar. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'tiringlar. Mikrofonni ulashasizlar. Bog'chadan kelgan oilaviy bizneslar bizada endi bemalol. Yaxshi. Yaxshi. Qani boshlaymiz bo'lmasa. Hop, o'zinglarni tanishtiringlar. Ismim Sevara, 38 yoshdaman. Oilali, 5 farzandim bor, 5 nafar farzandim bor. Hozirgi kunda dekretdaman. O'zi hammasi dekretdan boshlandi. 15 yildan beri buxgalter bo'lib ishlayman. Professional futbol ligasidaman. Futbolda desam hamma hayron qoladi. Futbolda buxgalter bo'lib ishlayman. Bunyodkor stadionda o'tiramiz. Undan tashqari Milliy universitetda buxgalteriya auditdan dars beraman. Xo'sh, buxgalter bo'lib ishlaysizmi yo glavniy buxgalter bo'lib ishlaysizmi? Glavniy buxgalter bo'lib ishlayman o'zim. 15 yildan beri glavniy buxgaltermisiz? Yo'q, hozir oxirgi paytda, oxirgi 6 yildan beri shunaqaman. 6 yildan beri, aha. Oldin kichkina, undan tashqari Milliy universitetda dars berganimdan tashqari kichkina firmalarim bo'lgan. O'zim yuritganman. 2022-yildan boshlab yonimda shu shogirdlar ko'payib, o'rgatinglar ko'payib, keyin bizda outsourcega aylanib ketib qoldi. Lekin men futbolda ham ishlardim, milliyda ham dars beraman. Shanba, yakshanba kunlar dars berishni boshlaganimdan keyin bizda o'quv markaz, tirikchilik o'tib qoldi. Keyin bizda outsource bo'ldi. Hozirgi kunda 150 dan oshiq kompaniyamiz bor. Outsource'da. Buxgalterlarim bor. Men hech qayerda ishlamayman, men faqat boshqarib turaman. Masalan, maslahat kerak bo'lganda yoki o'sha nima qilish kerak bo'lganda boshqaraman. Undan tashqari o'quv markazimiz bor. Hozir 3 ta filial bo'ldi. Oldingi yili 2 ta filial ochdik. Dekabrda bitta bo'ldi. Umumiy 3 ta filialimiz bo'ldi. Menda katta o'g'lim men yonimda yurib o'rganib, o'sha SMM qildi, target o'rgandi, prodyuser bo'ldi. O'zi buxgalter bo'lganman, lekin buni o'sha bunaqa qilishimiz kerak qilib, bu meni olib chiqdi ommaga. Instagram qilishni boshladik, YouTube'da darslarim bor. Asosan YouTube'ga darslarni qo'yganimizdan keyin bizda ta'lim, ya'ni o'rgatinglar ko'payib ketdi-da. Menda misol uchun hozir mana ro'p oldik, sotuv bo'limi qildik mana shu yozda. Ungacha sotuv bo'limi bo'lmagan, faqat yordamchim kursga kelganlarga telefonda masalan admin bo'lgan faqat. Mana shu yozda sotuv bo'limi qildik, ro'p oldik, boshqa bo'ldik, bizga Sarvar yordam berdi. O'qidik Sarvarda. Keyin bizda o'sha ro'p olganimizda unaqa qilaylik, bunaqa qilaylik deb endi ular baribir biznesga nima qilib ketishyapti-da. O'quvchi ko'paytirish kerak, targetni oshirish kerak. Men unaqa tarafdor emasman. Men o'qituvchi bo'lganim uchun yoki buxgalter bo'lganim uchun o'zim ko'p qiynalganman shu narsalarda-da. O'sha shogirdlarga, ya'ni buxgalter ishlab yurganlarni ham o'qitamiz, nollarni ham o'qitamiz-da. O'shalarga produkt tayinlayman, u qilaman, bu qilaman. Faqat o'quv markaz biznes bo'lib qolmasin deb harakat qilyapman. Xo'p. Endi o'zimda misol uchun
oxirgi 2 yildan beri o'zim ham ko'p o'qiyapman. Masalan, oldin faqat buxgalter bo'lganman-da, o'tirib ishlaganman. Endi bu narsalarni o'rganish kerak ekan, odamlar ko'paygandan, komanda ko'paygandan keyin o'qish kerak ekan, o'rganish kerak ekan deb o'qib o'rganyapman. Hozirgi razborga asosan masalan o'zi o'quv markazi qanaqa qilishimiz kerak, mana o'zi buxgalteriya borgan sari avtomatlashyapti. Rossiyada ham mana misol uchun NDS o'tyapti, boshqa bo'lyapti. Keyin buni keyingi qanaqa bo'ladi? Ya'ni meni modelimda o'zi to'g'rimi? Faqat pul uchun emas, boshqalarga ham manfaatli bo'lsin. Chunki men o'qitgan shogirdlarim doim kelib maslahat so'rashadi-da. Mana oxirgi 22-yildan частныйda o'qitishni boshladim. Ungacha 19-yildan Milliy universitetda o'qitganman-da. O'shaning uchun endi bular baribir mana marketing, biznes tomonlarini aytishadi, o'ylashadi. Lekin menda o'quv markazimni masalan kecha ham ko'rib chiqdik, unaqa foydasi yo'q. Menda asosan outsourceda foyda bor. Outsourceda foyda bor. Faqat o'quv markazi nimaga qilganman? Men yoqtiraman dars o'tishni. Yaxshi ko'raman, o'sha odamlarga yordam berishni yaxshi ko'raman. Bu bizada как oilaviy biznesga aylanib qoldi. Chunki katta farzandim mana prodyuser, ikkinchi farzandim 17 ga kiradi. U nima edi? Video mobil shunaqa. O'zimiz qilamiz ko'pini. Xo'jayinim finansistlar, ularning bizneslari alohida. Menda shunaqaqa bor, 4 ta yo'nalishim bor. Xo'jayiningiz finansistlar nima biznes qiladi? O'zlarining finansiviy yo'nalishlari bor, outsourcelari bor. Ular ham outsource finans qiladi. Klientlaringiz bittami? Yo'q. Ular nimaga bitta emas? Ular katta kompaniya. Sog'liqni saqlash vazirligidan chiqqanlar, 25 yil chetda ishlaganlarda, asosiy klientlari sog'liqni saqlash davlat xususiy sherikchiligi bo'yicha-da. Menda 4 yo'nalish bor. Bitta yo'nalishim men pul kiritganman, ya'ni investorman, pul bergan, nima 20-30% menga foyda kelib turadi u yerda. U menga lekin qiziq emas. 20-30% o'sha tikkan pulingizdanmi yoki 20-30% o'sha firmaning biznes foydasidan? Yo'q, tikkan pulimdan. Boshqa biznes. Boshqa biznes, xo'jayinim o'zlari qiladilar, o'zlari yuritadilar. O'sha xo'jayiningiz общий biznesidan 20% olasizmi yoki faqat o'zingiz tikkan pulingizdan? O'zimni tikkan pulimdan. O'zim tikkan pulimdan. U boshqa, lekin u menga unaqa qiziq emas. Ikkinchisi yana biz joy olganimizda mana shunaqa zallarimiz bor, zal olib qoldik. Bu biznes ham yurib ketib qoldi, ya'ni arenda biznesiga beryapmiz. Bu ham passiv. Menda undan tashqari mana ikkitasi, bittasi outsource, bittasi o'quv markazi. Lekin meni ko'p vaqtim, energiyam, fokusim o'quv markaziga ketadi. Outsourcega unaqa ko'p aralashmayman, lekin tekshiraman, nazorat qilaman, firmaning egalari bilan gaplashaman, boshqa qilaman. Lekin o'quv markazim unaqa foyda keltiradigan emas. Men o'zim yaxshi ko'rib o'tiraman. Savol endi. Savol. Zaprosim keyingi 5 yilda o'zi buxgalteriya va modelim to'g'rimi o'zi, qanaqa o'sish tochkam bor yana, ya'ni qanaqa o'sa olaman. Undan tashqari shaxsiyatimda men oxirgi payt o'zim ham o'qiyotganim uchun ko'pincha aytishadi, siz buxgalter emassiz, siz как tadbirkorsiz deyishadi-da. Meni adam tadbirkor bo'lganlar, onam buxgalterlar. Tushundim. O'zim ham o'zi buxgalterda ishlab chiqqanim uchun bir xil payt buxgaltercha fikrlayman, bir xil payt tadbirkorcha fikrlaysan deyishadi-da. O'sish tochka, masalan, men o'zim shaxsiyatda ham o'smoqchiman. Undan tashqari, mana shu o'quv markazimni boshqalarga ham doimiy foyda keltiradigan, manfaatli ilm beradigan o'sha markaz qilganda qanaqa qilishim kerak o'zi degan anaqa zapros bilan chiqyapmiz. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa, lekin nima instrumentlar bilan, qanaqa yo'llar bilan, qaysi odamlar bilan o'stirishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizani karra o'sish degan tadbirkorlar uchun transformatsion kursimizni 4-sezoni boshlanadi. 1-aprel kuni 4-karra o'sishni boshlaymiz. Tez biletlarni olishga, joylarni egallashga ulguringlar, chunki hozir eng sizlar uchun arzon va eng yaxshi narx bo'ladi. Qancha oldin olsanglar, shuncha arzon olasizlar. Havolaga o'tib, hamma qolgan informatsiyani bilsanglar bo'ladi. Karrachi shogirdlarimizdan realniy keyslarni olib, realniy natijalarni so'rasanglar bo'ladi. Xo'p, to'xtang. Sizda zapros hech qayerda pul ishlash yo'q, to'g'rimi?
o'quv markazi aytasiz. Zaprosingizda pul ishlash yo'qmi deyaptilar. Pul Sizga pul kerak emasmi? Hozir chiqib shaxsiyatni hal qilmoqchimisiz? endi pul kerak Yoki kelajakni hal qilmoqchimisiz? Bu biznes bo'ladimi yo'qmi? Siz taxminan plus minus aytsangiz, 5 yildan keyin necha pul topmoqchisiz. Shundan boshlasa, hatto qanaqadir sifralarimiz paydo bo'ladi, nimagadir. Hozir outsourceda bizada plus minus Topasiz, sof foyda. Foyda emas. Daromad. Daromad sof foyda. o'lish. To'xtang, 70%mi? 70% sof foyda bo'lyapti sizda. Хорошо, o'qishda anaqada O'quv markazimizda shu оборот. оборот. Aha. Uni 90% расход. Xo'p, normalniy bu. Normalniy. Kecha ko'rdik. Aha. Xo'p, 90% расход. O'rtacha chekingiz qanaqa o'quv markazida? U oyligi o'rtachasi kamida 2 oy bo'lmasa 3-4 oy o'qiydi. Kim yaqin konkurentlaringiz? Yaqin konkurent o'quv markazidami? Aha. Nomi kerakmi? Nomi. Moliya studiyasi, APCO. Necha pul ulada o'rtacha? Ularda $100 atrofida, lekin ular ko'proq o'qitadi. 4 oy, 6 oy, 8, 9 mashaqqa. Ha, xo'p. Biz 2 oy Zamira o'qitamiz. Zamira Jurayeva sizlarning konkurent Ular yaqin konkurent emas, chunki ular ko'proq главный buxgalterlar o'qitishadi, bizda ko'proq nol. Noldan boshlab o'qitamiz. Bular nollivoylar o'qitishar ekan buxgalter Siz qilishni. nollivoyda nimani o'rgatasizlar? Mana keldi, qanaqa qilib buxgalter bo'lib ishlaydi, boshlang'ich bilimni oladi. Bizda Nimani o'rgatasiz? Ayting, mana masalan, men buni yurg'izishni o'rgataman, buni yurg'izishni o'rgataman yoki birinchi buxgalteriya nazariyasini o'rgatamiz, Aha, xo'p. boshlang'ich. Keyin bizda men uni keyin yaratgan o'zim produktim bor, u hech qayerda yo'q. Shogirdlik, outsourcega ertalabdan kechgachaga shogirdlik olganmiz. Ya'ni bizning yonimizga kelgan, kursni bitirib kelgan odam 2 oydan keyin nima kursni bitirganda nima olib noldan balansgacha, balans, provodka, оборотка, mana shu balans ish haqi. qilishni biladimi? Ha, Kelgan, mana sizda o'qib ketgan? Ha. Qanchada? 2 oydami? 2 oyda. Xo'p, yana nima qilishni biladi? Provodka 1S programmasini biladi. Xo'p. Oylik, masalan uchun ish haqqi degan narsalar bor-da, o'sha narsalar, asosiy vositalar, o'sha narsalarni o'rganadi. O'rganadi, keyin Nazariyasini o'rganadi, Keyin ha. praktikaga sizga bu yoqqa keladi. Shunaqa? Ha. Yo'q, biz o'zimiz ham o'qitamiz noldan. Aha. Mana menda nima shunaqa bo'ldi, o'zimizga ishchi kerak bo'ldi. O'zimiz o'qityapmizda, keyin qarasam, ular ishlab keta olmayapti. Ko'p joyda shu muammo, mana respublikada juda ko'pchilik o'qitadi buxgalteriyani, lekin u ishlab keta olmaydi. Sabab unda praktika yetishmaydi. Uni hech kim ishga olmaydi, chunki u mana qil, buni qil deganda uni qilib keta olmaydi. Firma bersangiz ham, masalan, kichkina firmalar bor, qila olmaydi. Keyin men o'sha yerda ko'rdimda, 24-yilning boshida shogirdlik ochamiz dedim. 2 oy bo'ladi. Ertalabdan kechgacha biza bilan o'tirib o'rganishadi dedim. Hamma qarshi chiqdi menga. Shogirdlikka ular sizga pul to'lashadimi yoki To'lashadi. Yo'q, to'lashadi. Qanchaga pul to'lashadi? 4 millionmi? 5 millionlik, 4 millionligi bor. Sizlarda shogird bo'lib ishlaganida, outsourceda yana 4 million to'laydi. To'laydi. Ular firmalarni, outsource firmalarini berib, unga kak ishlatadi. O'rgatamiz. Birinchi 1 oyda yonimizda hammasini o'rgatamiz. Ikkinchi oyda biza bilan o'tirib, u уже ishlaydi, firmani beramiz, qiladi. Xo'p. deb bunaqa shogirdlik chiqatdi bo'lmadi, lekin menga o'sha paytda o'zimga kerak bo'lgani uchun mendan hamma buxgalter so'raydi. Tanishlarim ko'pda, misol uchun biznes egalari, buxgalter bering deyshadi. O'shanda men kadr qanaqa qilib o'qityapman-da, kadr yo'q, na o'zimda ishlashga, na boshqaga deb shogirdlik ochdim. Tekinga berasizmi o'shanda buxgalter? Ha. Endi soting. Tekinga beramiz. Odam savdosi. Ha? Bu odam savdosi emas. Odam savdosi emas. HR kompaniya, odam savdosi. HR kompaniyalar Spetsializirованный HR kompaniyalar bor. Masalan, sotuvchilar sotadi. Masalan? Odam savdosi? Yo'q. Sizlar spetsializirованный HR kompaniya buxgalterlar bo'yicha. Taxminan oyligi necha pulga olishadi shunaqa buxgalter? Boshlang'ich buxgalterlar shu 3-4 million. Kamida 3-4 million sotsangiz bo'ladi. Kamida 1 oylik oyligi, kamida sotsangiz bo'ladi. 2 oylik ham sotsangiz bo'ladi. O'shanda 24-yil bosh edi, men shu narsani qo'lladim. Hamma qarshi chiqdi menga, ishchilarim, bular hech kim nima qilmadi, lekin
o'sha yerdan 20 ta odam shogirdlikda ertadan kechgacha o'rgatdik, 4 kishini olib qoldim keyin komandada. Haligacha ikkitasi ishlayapti o'zim bilan. Bu narsa produktga aylanib qoldi. Ya'ni juda ko'pchilik o'qiydi kurslarda-da, menga boshqa joyda kursda o'qib ham kelishadi shogirdligiga. Bu narsa hech qayerda reklama, masalan, target yoqmaymiz, boshqa qilmaymiz, faqat Instagramda meni nechta odam shogirdlikka keladi? Bor, bu yerda agar sizlar masalan kimnidir firmasini berayotgan bo'lsanglar, shogirdligiga u xato qilib qo'ysa, u firma anaqa qilmaydimi, jabr ko'rmaydimi? Yo'q, mana u shogirdni primoy bizda outsourcda qanaqa qilganmiz? Bitta gruppa ochaman. Misol uchun mana Hoffman kompaniyasi anchadan beri buxgalteriyasini yuritaman-da. Bitta firma gruppa ochaman. Mendan tashqari 3 ta buxgalter o'tiradi, glavniysi, yordamchisi. U gruppada ishlarni qilinadi-da, u shogird u gruppaga kirmaydi. Faqat o'sha ishlarni buxgalter bilan qo'shilishib qilishadi. Ya'ni u yerda baribir bitta glavniy buxgalter o'tiradi, u yordamchi bo'lib qiladi. Tushundim. Lekin u yerda ozgina baribir risk bor. Lekin agar shunaqa o'rgatmasam, ular o'rgana olmaydi. Xo'p, nimaga 90% sizlarda yeb qo'yyapti o'sha o'quv markazinglar? Menimcha xarajat katta, rasxod. Qanaqa katta xarajatlar bor? Eng katta xarajatinglar nima o'tdi? Eng kattasi arenda bilan anaqa marketingga, target, komanda rasxod. Ish haqi. Necha foiz arenda? Xo'p, mayli sizlar hozir qaraguninglarcha narxini oshirsanglar nima bo'ladi, aytib beringlar menga. Qarang, buxgalteriya kursiga o'zi ishi yo'q odam kelib o'qiydi. Asosan. Yo'q, bekorchilar emas, ishi yo'q, ishlamoqchi bo'lgan odamlar o'qiydi. Ish topmoqchi-da, o'ziga buxgalteriyani o'rganib. Bo'lmasa ham. Ha. Moyligi bo'lmasa ham buxgalteriyaga o'qiydiman. Mana mana bunaqa bo'lib qoldi-da, oxirgi yillarda, oxirgi 3 yilda Instagramda buxgalteriya orqali uyda o'tirib daromad qilaverasiz degan ko'p reklamalar chiqqandan keyin odamlar pul topish uchun buxgalter manmi Ish yig'ishtirib qo'yib buxgalter bo'lishyapti. Ko'pchilik mana shu buxgalter bo'lsam, onlayn ishlab o'tira olaman, pul topa olaman deb o'qiyapti-da. 100% odam o'qisa, o'sha yerdan 10% odam buxgalter bo'lib qolyapti. Chunki oson soha emas-da bu soha. Uni o'rganishga ozgina vaqt kerak. 2 oyda hech kim zo'r buxgalter bo'lib qolmaydi. Qanaqa o'qish kerak? O'tiribdilar yoningizda. Narxga keldi. Nima narx ko'tarmayapsizlar? Bizda oldin men asosan 3 oyda bir yoki 6 oyda bir o'zim o'qitganman-da. Zapusk qilardik. Zapuskda O'zbekistonda eng qimmat kurs meniki edi. Qanchaga qimmat? Sizdan keyingisi necha pul turadi? Misol uchun men onlaynni 3 millionga o'qitardim. Hop, sizdan keyingisi necha pul turadi? Ular 1 millionga ham o'qitadiganlar bor edi, masalan. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa, savollaringizni kimga berishni bilmasangiz, sizga bir o'rgatadigan, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan odamga muhtoj bo'lsangiz, bizani Sherzod aka bilan yopiq Telegram kanalimiz bor. U kanalda har hafta 2 marta Sherzod aka va Barnopeylar bilan savol-javob bo'ladi. Savollaringizni kechasi bilan uxlolmaydigan, sizni qiynaydigan savollaringizni shaxsiyat to'g'risida, biznes to'g'risida, jamoat to'g'risida, sherikchilik to'g'risida sizni savollaringizga o'sha yerda javob olishingiz mumkin. Hammanglarni Masshtab Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Buning uchun Toshkentga kelish kerak emas, vaqt ajratish kerak emas. Bu Telegram kanal har doim biz onlaynmiz, savollaringizga javob beramiz. Havoladan o'tib Telegram kanalimizga qo'shilinglar. Keyin menda o'sha 10 kishi olardim, individualniy gruppa qilib o'qitardim. Misol uchun 15 millionga ham o'qitganman, 10 kishilik gruppa qilganman. 15 million o'qitganman 2 oy. Mana bunaqa kurslar bo'lmagan. O'zbekistonda misol uchun buxgalteriya yo'nalishida 15 million, 20 millionlik kurslar yo'q-da. Hozir mana bunaqa narsada. Keyin men anaqa qilyapman, hozir boshqa yo'nalishga kirib ketmaylik. Qarang, 1 milliondan o'qitayotgan odamlar yaxshilik qilyaptimi yoki yomonlik qilyaptimi degan savol menda paydo bo'ladi. Chunki siz aytyapsiz-ku, hamma tikuvchilikni yig'ishtirib qo'yib, endi buxgalter bo'lmoqchi deb. Buxgalterlikka moyillik kerak. Moyillikni birinchi agar kiraverishni tekshirib, bo'ladi, sen bo'lasan, sen moyilsan, moyilmassan deb tekshirsa, keyin pulni olsa, chiroyli bo'ladi. unda chiroyli bo'ladi. Agar masalan, 1 millioning bor, bo'ldi, kel, o'qiver desanglar, to'g'ri 10% bo'lyapti-yu, 90%ni bilasizlar ishlamasligini. Lekin ularni ham o'qityapsizlar.
ne halalna bo'lib qoladi-da. tushunyapsizmi? Man shogirdlikda shunaqa qilganman. Aha. Mana shogirdlikda unaqa ko'p odam olib tashlamaymizda. Har bitta shogird bilan o'zim gaplashaman, qarayman, bir xillarini "Yo'q, siz to'g'ri kelmaysiz" deb chiqarib yuborgan paytlarim ham bo'lgan. Kursga kelayotganlarda unaqa qila olmayman. Chunki kursga kelayotgan odam, misol uchun mana 0 dan endi qilolmayman deganda bitta narsasi bor. Siz xohlagan narx qo'ya olasizmi? Xohlagan narx. o'ylab ko'rmaganman. Ha, o'ylab ko'ring. Misol uchun 10 million qo'ysangiz, Aha. nima bo'ladi? Ayting, 10 million qo'ydingiz narxi. Misolda, hozir prosta faraz qilingda, fantaziya bu. 10 million qo'ydim. Kelgan odam nima deydi? Birinchi gapiradigan gapi nima deydi, bilasizmi? Qimmat. Anta 1 million bor, sizda nima 10 million deb so'raydi. Tushunyapsizmi? Birinchi qiladigan ishi. O'shanda siz faqat javob berishingiz mumkin. Menda hamma o'qish kerak emas. Faqat moyil odam o'qish kerak. Faqat u kelgandan keyin o'sha 10% ni olaman. 90% ni bilaman. Uni yana o'qimaydi. shogirdligini ham ichiga kiradi Keyin men masalan. bilaman shu 10 million agar bu odamdan olsam, 1 oydami, 2 oydami, 1 yildami qaytarib oladi. Shunaqa deb agar hisob kitobini qiladigan bo'lsangiz, odamlar bekordan bekorga kirib aytyapsiz-ku, hozir moda bu. Buxgalter ham moda, oldin yuristlar moda bo'lgan, undan oldin sotuvchilar moda bo'lgan. Hozir buxgalterlar modasi ekan, chunki uyda ishlasa bo'ladi. Endi 1 million olib olaydi, men pul ishlab olay degan bu bitta variant. Ikkinchi variant, yo'q, haqiqatan mana shu kasb o'rgatib, bu kasb o'rgangan odam haqiqatan pul topadi, yaxshi pul topadi, lekin 1 million emas deb buni narxi. Bozorda 1 million chunki nima deydi, yig'ib oladida ko'chadan anaqani, nima kontentni. Keyin 1 millionga sotib o'tiraveradi. Aldab sotishda bu. Aldab sotish emas. Bu yaxshilik qilyapman. Puli yo'q odamlarga yordam beryapman bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan menda statistika 90% har doim bu ish bilan shug'ullanmasa, nimaga men bunaqa o'qityapman? Men 90% statistikasini o'rganib, uni aniq profilini chizamanda, mana to'g'ri kelmaydi. Xo'p, to'g'ri kelmasa, lutch to'g'ri keladiganlarni sirasi o'qitganim yaxshi emasmi? Biz noyabr oyida shunaqa produkt yaratdik, o'ylab ko'rdikda, keyin ro'p olganimizda ro'pam taklif berdi. Bunaqa 2 oy o'qitmaylikda, umumiy 5 oy o'qitaylik dedi. Buni qanaqa qildik? Boshida 2 oylik boshlang'ich 0 dan balansgacha, keyin 2 oylik shogirdlik, adinez, mukammal, 5-oyi globux, ya'ni biz anaqa ham orada o'qitamiz, ishlayotganlar. Produktga qarash kerak. 5 oylik qildikda, shuni общий summasini 10 million qildik. Umumiy 10 million. Endi bu 10 millionga уже arzon. Ha, 10 million qildikda, har oy 2 milliondan to'lash imkoniyati bor. Alohida to'lasanglar bo'ladi deb qildik. Qachon bilasizmi 10 million sizga odamlar to'lashga rozi bo'ladi, bilasizmi? Rozi bo'ladimi? Bo'ladi. Kim faqat? Savol Bering, nechta odam oldi bu produktingni? 10 milliondan. 25 tacha odam sotib oldi. Chunki u yaqin qilindi. Yoqdimi sizga bunaqa? Yo'q, yoqqani emas. 25 ta odamdan nechtasi ish topdi? Nechtasi oxirigacha bordi? Hali 2-oyga mana endi o'tishyapti. Sotib oldi. Noyabrda boshladik bu narsani. 2-oy, 3-oyga o'tishyapti mana o'shalar. Bu mana bunaqa narsada, чтоб sizlar tushundinglar, taxmin. Masalan, ko'chaga chiqib kiyim olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Har xil kiyimlar bor. Masalan, kiyim do'konga kirasizda, arzoni bor, qimmati bor, undan qimmati bor. Bu birinchi variant. Bu hammaga aniq qilib odam individualni emas. Ikkinchi variant, partnoga borasiz, sizga faqat sizni anaqangizga tik beradi. Tushunyapsizmi? Bu уже boshqacha. Agar hype'da pul ishlasa bo'ladimi? Ishlasa bo'ladi. 1 milliondan sotsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'p odam oladimi? Oladi. Lekin o'sha 5% agar 1 milliondan sotsangiz 5% chiqadi sizda. Уже 10% emas. Chunki qolgan 5% endi olmagan. Sizda 2 million bo'lgani uchun. Men siz o'rningizda bo'lsam, o'sha 90% ni yo'qotish uchun har keyingi potokda ko'taraverardim narxini. 1 million, 1 million, 1 million. O'sha foizi siz oshishni boshlaydi. Masalan 10% edi, 20% sizda ishga joylashgan bo'ladi. Keyin 30% ishga joylashgan bo'ladi. Keyin 60% joylashgan bo'ladi. Har oshirganimda menda lutchi 90% ishga joylashsinda, 10% brak. 10% ga adashishi mumkin. Aslida teskarisi 10% ga to'g'ri topasiz, 90% ga adashyapsiz. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun siz aytasiz, men qanaqa qilib aytaman, menda o'qimagin deb. Faqat narx hal qiladi. Narx hal qiladi. Narx ko'tarish kerak.
o'shanda faqat sizda o'qiydiganlar qoladi. Bizda mana bunaqa narsa ham bo'ldida, kuzatdikda, targetga yozda masalan $500 sarflaganmiz. Keyin noyabr, dekabrda $3000 ga ham olib chiqamiz targetga. Lekin misol uchun $500 sarflaganimizdagi sotuv $3000 sarflagan sotuvimizga nisbatan 1,5-2% ga ko'p 2x ga o'sgan. Lekin 4 barobar o'smaganda, masalan $500 bilan $3000 farqida katta razniца sezmadik. Sotuvda. Targetga aytyapsizlarmi? Sotuvda, o'quv markazida. Keyin Kazdev qildikda, o'sha Kazdevda aytishyapti, nimaga o'zi bizani kurs tanlagansan deganda, Sevara opani darsi yoqqan, meni kuzatgan, o'sha meni Instagramda gapirishim yoki meni o'sha buxgalterligim, hayot yo'lim, chunki men Instagramda anaqa ham olib boraman-da, ham ish, ham shaxsiy nima olib boraman. O'sha narsa ularni ilhomlantirganda, o'shandan sotib olishgan. Ya'ni aytishyaptiki, hozir sotuv bo'limi aytayaptiki, mijozlarimizni asosiy sotib olishdan oldin diagnostika qilasizlarmi yo'qmi? U mijoz sizlardan sotib olishidan oldin diagnostika qilasizlarmi yo'qmi? Masalan, test o'tadimi? Matematikasi yaxshimi, logikasi yaxshimi, moyilligini qanaqa qilib sizlar olib masalan, pravo полушария deydi. Masalan, ijod bilan shug'ullanadigan odam hech qachon buxgalter bo'la olmaydi. Tushunyapsizmi? Sotuvchi ham buxgalter bo'la olmaydi. Sotuvchi ham hech qachon buxgalter. Buxgalterni o'zini определенный miya psixotipi bor. Buxgalter mana shu bu ketma-ketlikni yaxshi tushunish kerak, matematikani yaxshi tushunish kerak. Shu buxgalteriyada oson ishlash uchun hammani buxgalter qila olmaysiz siz hech qachon. U to'g'ri kelmaydi. Agar siz olayotganingizda vходной baryer qiladigan bo'lsangiz, birinchi bo'lib men pul olishimdan oldin birinchi tekshirib olaman deyish kerak. Kirayotganda vходной qachonki siz qachon o'quv markazini sizda qiymati oshadi. Faqat sizda shu kirgan odam 90% ishga joylashsa, men 100% bilaman, meni keyingi qadamimni deydi. Chunki men 1 million to'lashim mumkin, yana 1 milliondan yana 10 ta odamga to'lashim mumkin. O'rgata olmadi yoki men 10 million to'layman, men точно bilaman, ishga chiqaman, pulimni ishlayman, 10 millionimni 1 yilda qaytarib olaman. Qayerga boraman? Biza yozda o'sha o'qiganimizda 0119 degan tushunchani o'qidikda. Nima? Siz Karrada o'qidingizmi? Yo'q, Karrada emas. Qayerda o'qidingiz? Sarvarda o'qidikda. O'zi psixotipi bo'yicha, misol uchun, mana shunaqalarga 4 ta psixotipga ajrashishni o'rgatdilar-da. Misol uchun nima, qanaqa hamma o'zini sinab ko'rdi, testdan o'tib ko'rdikda. O'shanda men o'shani o'zgartirib turib, xodimlarimga berdim. Qani kim 1.9 kim 0.1 o'zi, ya'ni konsaltingda 1.9 bo'lgani yaxshi ekan, o'quv markazida 0.1 bo'lgani yaxshi ekan, sal bo'lsa ham mana bu energiya bera olarkan degan tushuncha bo'ldi-da. O'shanda ko'p buxgalterlarim o'sha 0.1 psixotipga ega ekanda. To'g'ri. Yaxshi ekan. Ha, 1.9larim kam ekan. 0.1 ekanmi buxgalterlaringiz? Ha, ko'pi. Voydod, yomon ekan. Ha. Yomon ekan. Sotuvchi ekan buxgalterlaringiz. Keyin ularni bitta yaxshi tomoni, o'sha 0.1 bo'lgandan keyin men ularni o'quv markaziga qo'ydim-da, o'quv markaziga oldim, chunki biza baribir har bitta 90% xodimim shogirdlar bilan ishlashadi. Chunki hamma keladi, kurs o'qigan odam ham yonimizda o'tirib o'rgatamiz-da. Shunaqa shogirdlar, keyin men komandaga ham asosan 90% shogirdlarimdan, ya'ni meni yonimga kelganlardan olib olaman. O'sha yerdan nima qilaman? Aytmoqchi bo'lgan narsam, qarang. Agar sizda o'quv markazi, men eshitayotganim bo'yicha siz aytyapsizki, o'quv markazi o'zi menga yoqadi deyapsiz. O'quv markazi sizga juda ham yoqib ketish uchun variant bitta. Birinchidan, o'quv markazidan katta pul ishlashni boshlashingiz kerak. Katta pul ishlashni boshlaganingizdan keyin o'quv markaziga tortadi, tortishni boshlaydi sizni. Lekin o'quv markaziga tortish uchun nima qilish kerak? O'quv markazi katta pul berish kerak. Katta pul berish uchun narxni oshirish kerak. Bir, ikkinchidan sizni statistika bo'lish kerak. Masalan, qanaqa? Garvard aytadi. Bizda 70% bizda o'qigan odamlar $10 million ko'p topadi. Misol uchun, Garvard yoki kimdir aytadi. MIT'shniklar aytadi. Masalan, bizda menimcha odam 90% mana bunaqa bo'ladi. Hammasi programmistlar, krutoy Google'da ishlaydi yoki boshqa joyda ishlaydi yoki o'zini startapini qiladi. Mana shunaqa qilib sizni hamma studentlaringizni
qayerda nima qanaqa ishga joylashgani qanaqa qilib ishlayotganini ko'rsata olsangiz agar sizga kelib o'qiganlar qanaqa foyda topayotgan qanaqa o'shanda narxingizni oshira olasiz bo'lmasa oshira olmaysiz agar sizni hamma bilsa manda 10% ishga kiryapti deb 90% baribir uyda o'tiribdi bekorchi bo'lib desangiz to'g'ri 2 million o'tiraverasiz 2 millionda lekin sizni o'zingizni psixotipingiz чистый 01 вообще bir to'qqizi yo'q siz buxgalteriya outsourcedan pul ishlayapsiz hozir siz outsourcedan pul ishlayapsiz хотя sizni nastoящий o'zingizga yoqadigan biznesingiz bu o'quv markaz sizni energiyangiz bilan yaxshi rivojlanadigan joy hozir manga arenda qancha bo'ldi dedingiz o'shanda 20-30% ekanda 20-30% keyin men yana bitta e'tibor berdim nimaga katta o'quvchi soni hajmni ham to'ldirmaganmiz ya'ni sig'imni to'lamas shunga ham endi chunki unga e'tibor bermayman man masalan 10 ta odam o'qisin masalan 100 ta odam o'qisin degan narsa bo'lmaydi-da. это produkt ekan produkt qarang mana bunaqa bo'lganda 22-yilda man detskiy hijomni massaj sentri ochganman chunki man 13 yil detskiy massaj qilganman voy dod bu mani hobbiyim bo'lgan buxgalter emas bu xotin o'sha paytda 13 yil oldin o'sha 2010-yilda boshlaganman ham buxgalteriyani boshlaganman ham o'sha detskiy massajni tadbirkor bu ayol triggerli tochka o'tdi mana bugun post etmoqchi 30-yil 30-yil hozir ko'chada siz nima xohlaysiz nima bo'lishini masalan mana bunaqa firma bo'lsin bunaqa firma bo'lsin yoki uyda o'tiring 30-yilda firma hammasi faqat pul bersa bo'ldi yo'q unaqa bilmadim manda pul bersin pul olsin degan unaqa yo'q og'rig'i yo'q tushundim man xohlayman o'sha ilm ololman yoki o'zimni ilmimni boshqalarga ham berishni yaxshi bo'lsin o'shalar ham masalan 10 ta odam o'qisin hech bo'lmaganda 5 tasi ishga kirsin ular ham hozir shunaqa bo'lyapti 22-yilda o'qitgan shogirdlarim shogirdini jo'natyapti ustoz shogirdimni o'qitib bering deb yuborishyapti-da qarang o'shanga bular xursandlar pulga emas qarang menga outsource qizuv deyapsiz o'zingiz lekin bolalaringiz hammasi bizga anaqa qizuv deyishyapti o'quv markazida deyishyapti bularga ham o'quv markazi qiziq lekin to'g'ri bizga pul ishlash qizuv deyishyapti bolalar bular shunaqa bular pul deydi mana ro'p oldikda qarang ro'p oldik ro'p mana bunaqa qilish kerak deyaptida keyin hop to'xta faqat mana bunaqa qilmasdanman produktni sifatni yo'q bunaqa qilolmaymiz deb aytyapman produkt ekan bular keyin shunaqa bo'lyaptiki ro'pimiz aytyaptiki man CEO bo'lib ishlaganman xohlasangiz man CEO bo'ling o'sha o'quv markaziga va menga 30% foydadan anaqa bering prodyuser bo'lmoqchi bor ekan u prodyuser nima kerak yana dangasa bu bu ham anaqa o'zimga o'xshagan boshlaydida keyin tashlab oxirigacha olib bormaydi boshqa qilmaydida birga o'qiymiz lekin SEO'ga nima bermaysiz 30%? man birinchidan uni bilmadim man SEO qanaqa ishlatiladi necha pul berish kerak o'zi u nima ishlar qiladi man uni bilmayman so'ramadingizmi nima dedi hammasini boshqaraman o'sha qilaman hamma ish manda bo'ladi keyin mana bunaqa bo'lyapti ropis qanchadan berishlaydi noyabrda oldikda noyabrmidi qarang SEOga ulushdan berasizmi foydadan berasizmi foydadan dedi foydadan xos foyda yo'q biznesingizda masalan SEO bilan 1 yilga kelishsangiz bo'ladi 1 yilga o'qib beraman ko'rishchi keyin gaplashamiz deyishingiz mumkin yo'q berganingizdan keyin u nima пожизненный deb o'ylayaptim fiksa oladi и anaqa oladi fiksatsiya oladi mayli nima qilib berdi sizga nima sotib berdimi yoki nima qildi 3-filial ochaylik deb ochtirdi natija deyapsiz natija hali yo'q 65 taga chiqdik bir oyda o'sha noyabrda 65 ta o'quvchi oldi yangi o'quvchi oldin bunaqa bo'lmagan edi bo'lmagan yo'q undan oldin nechta bo'lgan maksimum 30 ta 40 ta 50 ta yo'q mehribonda 50 ta bo'ldida bundan oldingi ro'p 50 taga olib chiqdi 50 ta 55 taga bundan keyin hozir 65 taga chiqdik qani sizlar menga aytib beringlar sizlar film modelinglar bormi yo'qmi bor bor masalan film modelda necha pul ishlashinglar kerak o'quv markazida buni qildikda mana bunaqa bo'ldi o'sha ro'p etgandan keyin 3 ta o'quv markazi keyingi yil mana bu dekabrgacha to'ldi 1000 ta o'quvchi o'qitishimiz kerak deyapti mana biza 1000 ta bir oyda bir paytda o'zida to'xtang savol boshqachada man nimaga bu savollarni beryapman sizlar aytdinglarki постоянный расходimiz bizada arenda 30% deydi 20-30% deydi
bu bitta filialdami yo 3 ta filialdami? 3 ta. Endi menga anchadan beri ishlayotgan filialda arenda necha pulligini aytinglar? 1,5 ming. Yo'q, 1,5 ming. Anaqasi foizda. Foizda bo'lsa 10%. Bu значит sizda просто yangi ochilgan Ha, filialda. ular hali yurib to'lmagani uchun shunaqa bor. Unda to'g'ri hammasi. Chunki birinchisida sizlarda 10% normal, to'g'ri. Birinchi filialda necha pul topasizlar? Toza. Mana shu hozir 150 million deyotganlari yangi filial yo'ligida ham o'sha topilganda, to'g'ri? Ha, Yo'q, shunaqa topdim. hop, tushundim. U qolganlar investitsiya. Birinchi filialda necha pul Agar ikkita filial yo'q bo'lsa, bitta qolsa, aylanmadan necha foiz toza pul topasizlar birinchi filialda? Foydadosmi? Ha, foydami? Foyda. 15-20%. Sizlar alohida olib borasizlarmi uchutni? Endi boshladim shuni. Buxgalter bo'lib endi boshladingizmi? Yo'q, bu filiallar endi ochildi-ku. Yo'q, eski filialda alohida necha pul sof foyda beryotdi? Ha, o'sha kerak edi. 50%, 60%. Hozir ham shunaqa qoldimi? Yo'q. Yo'q, siz ayirib tashlang, nariyoqqa Ha, kirib Hisoblamang ha, o'zini ha. boshqasini. Shunaqa alohida qoldimi? proyekt qilib sanasangiz, yana o'sha 50% Ha, beradi. Chunki Yaxshi birinchi qoladi. filialimni arendasi qimmat emas-da. Birinchi filialimizning arendasi Nimaga qimmat emas? o'sha 200 kvadrat. Aqol ikkinchisi Ikkinchisi 500 kvadrat, uchinchisi 300 kvadrat. nimaga 500 kvadrat olgansizlar? Biz endi uni ham Yo'q, ajratganmiz. u boshqa biznes lekin. Ha, u arenda biznesi bo'lib ketdi dedik-ku, lekin bitta 100 kvadrat topib qoldik. Bizcha hozir kelishib olishimiz kerak-da. Men tushundim. Siz aytyapsizki, biz 500 oldim, u yarmini arendaga Ha, berdim. uchinchi filialim bor. Biz kelishib olishimiz kerak. Siz aytyapsizki, men tushunmayapman. Men outsource biznesi bilan shug'ullanaymi yoki o'quv biznesi bilan? Yo tushunasizmi? Qaysi bir sizga yaqinroq? Menga yoqadi. O'quv markazi qilyapman shu paytgacha ham. Bu yog'iga ham qilmoqchiman. Faqat so'ramoqchi bo'lganim, mana siz baribir Rossiya bilasiz-ku, u bozor men bilmayman. Hop. Keyingi 5 yilda o'zi bu soha kerakmi? Masalan, men shuncha odamga o'qityapman. O'sha odamlar vaqtini, pulini sarflab kelyapti. O'zi ularga kerakmi? Javobi mana bunaqa. Men sizga tushuntirib beray. Javobi buxgalter masalan kichkina IPlarda masalan YTT deyiladi-yu, YTTlarda ertaga kerak emas bo'lishi mumkin. YTTlarda masalan banklar avtomat tarzda yuritishi mumkin buxgalteriyasini. Lekin katta firmalarga ular avtomat tarzda yurita olmaydi. Nima qilsangiz ham по-любому kerak bo'ladi. Katta kompaniyalarga. O'rta va katta kompaniyalar avtomatlashtirsa ham unaqa qattiq avtomatlashtira olmaydi. Tushunyapsizmi? 5 yildan keyin ham, 10 yildan keyin ham buxgalterlik kerak bo'ladi. Faqat savol qanaqa ish qilishadi? O'shanda savol. Masalan, raznoska, anaqalarni hammasini II qiladi. Olasiz, rasmga olasizda, adines sizga sразу o'zi распечатка qilib, ichiga hammasini to'ldirib, hamma rekvizitlarni to'ldirib kirgizib beradi. Lekin balans qilish, uni analiz qilish, отчетностьni qilish, buxgalterskiy anaqalarni qilish, hamma отчетностьlarni topshirish, qaysi provodkalarni qanaqa qilish, bu hammasi baribir buxgalterda qoladi. Unda kerak ekan. По-любому kerak. U по-любому soha 5 yildan keyin ham, 10 yildan keyin ham sababi bor. Sababi millionta подводный камень deyiladi rus tilida. Juda ham ko'p har xil teshuvlar Suv bor. osti toshlari deyiladi o'zbekchasiga. Suv osti toshlari juda ko'p. Uni algoritmlashtirish qiyin. Bo'ladimi? Bo'ladi, lekin qiyin. O'shaning uchun xavotir olmasangiz bo'ladi. Buxgalterlar baribir bo'ladi. O'zbekistonda точно hali kerak bo'ladi. Rossiyada ham bo'ladi, Rossiyada ham. O'zbekistonda ham kerak bo'ladi. Lekin savol qaysi korxonalarda ishlashadi degan savol. O'rta va yirik O'rta va korxonalarda. yirik korxonalar. Masalan, men outsourceda firmamiz ko'p, masalan, internetda reklama qilmayman, outsource firma olamiz debdi, lekin o'zi sarafanka shunaqa ishlaydiki, boshida 30 tacha edi. Foiz o'z sarafan ishlaydi. Ha, 150 dan oshib ketdi-da. Masalan, kechani o'zida ham 3 ta korxona olma, tanishimniki, ochib bering. Firmani boshida o'zimiz ham ochamiz, yopib berishamiz o'zimizda. Misol uchun firmani keladi, to'g'rilab bering deydi. Buxgalterlarda o'sha jahlim chiqadi bir xil paytki, menga firmani berma, buxgalteringni o'qitib bering deyman. Menga kelgan firmani birinchi bo'lib, balki buxgalterini o'qitib berishim, chunki menga o'sha qiziqroq. O'sha firmasini olib qilganimdan ko'ra, buxgalterini o'qitib berganim qiziqroq.
va oxirgi payt shunaqa bo'lyapti, уже 3 ta shunaqa konsultant bo'lib kiryapman. Buxgalteri qoldi. Biznes egasi bilan buxgalter o'rtasida odam bo'lib turib beryapman. Ya'ni biznes egasi tushuntira olmayapti buxgalterga nima xohlayotganini. Buxgalter ham biznes egasiga tushuntirib bera olmayapti bu narsalarni-da. O'sha yerda rus tilida aytganda ofitsiant bo'lib qolgansiz-da. ha, Mijoz bilan to'g'ri orasidagi anaqasi. ha. Deb keyin aytishyaptiki, masalan shunaqa bo'ladi. Buxgalter olayotganda kattaroq kompaniyalar bor, taklif qilishadi. Nima qilib bering, savol javob qilib bering, o'zi olishimiz kerakmi? To'g'ri keladimi bizani ishga? To'gri kelmaydimi? Ha. Chunki mana bunaqa bo'lib qolganda bozorda buxgalterlar tajriba Butun bozorni aytyapsiz. Men bozorda nimalik hozir taxminan o'rganib chiqyapman bozor qanaqaligini. Siz xohlayotgan narsaga qaytinglar. Aha. Nima xohlayapsiz? O'quv markazimda o'sha qaysi yo'l bilan, misol uchun manfaatli ilm, ana siz aytgan narsangizni o'ylab ko'rmagan ekanman boya. Zo'r bo'ldi bu narsa menga. O'sha kelayotganda test qilib olish. Faqat misol uchun psixotipi to'g'ri kelmasa dedingiz-ku, lekin psixotipi to'g'ri kelmaganlar o'rganib o'sha kompaniyaga buxgalter bo'lmasdan boshqa lavozimga borganlar ham bor, masalan. Bu norm. Boshida tushuntirib bersangiz, mana shunaqa bo'lishi mumkin. Agar siz buxgalteriyani ma'nosini tushunsanglar, kim yangi odam noldan kelgan qog'oz, masalan, oq qog'oz bilan noldan kelgan odamdan ancha qimmatroq turasizlar. Chunki sizlarda qanaqadir tushunchalar bor degan. U boshqa narsa. Lekin buxgalterlarni buxgalter qilib o'qitish kerak. Nimaga? Chunki moyillik bo'lmasa, ertaga siz uni o'qitganingizdan keyin 10 yil agar buxgalter bo'lib ishlasa ham bo'lishi mumkin, ishlashi bo'lishi mumkin. Endi o'rgandim, shuncha pulim ketdi, vaqtim ketdi deb. Hech qachon baxtli bo'ladi. Ha, baxtsiz buxgalter bo'ladi. Baxtli bo'lmaydi, hech qachon. Chunki har safar sonlar bilan ishlashni yomon ko'rgan odam buxgalter bo'lganlarni ko'p ko'rganman, lekin baxtsizlarni ham ko'p ko'rganman bunaqada. Shuning uchun o'shani boshidan tushuntirib berish kerak odamlarga. Shogirdlik bilan головухda bor, lekin test. Ha. Noldan yo'q ekanda bizda. Noldan test qila olmayman. Kelgan odam o'qib ko'rib, bilib. Nimaga noldan test qila olmaysiz? Unaqa qilmagan ekanman-da. Ha, qilmagan. Agar siz masalan buxgalterni o'qitishim uchun qanaqa testlar kerak deb so'rasangiz, millionta logikaga testlar bor. Ularni olasizda, o'sha to'g'ri keladiganlar faqat o'qitasiz. Kerak emas ortiqchalari. TOga 30% berishim to'g'rimi? Ko'rdingiz? Qarang, savol berganingizni. Yaxshilab eshiting. Robga 30% berishim to'g'rimi? Lekin 30% ulushmi? 30% foydadan, daromaddan bonusmi? Mana shu yerda hamma adashadi. Qancha vaqtga? Hamma adashadi. Kelishuv. Chunki mana shu kelishuvga bog'liq. Biz qo'rqamiz. Hozir 30% deb qo'ysa 10 yildan keyin keladi. Men 30%. Ammo o'sha ishdan ketdim, lekin 30%im turibdi. 30%. Shuning uchun siz birinchi kelishib olishingiz kerak. 30% to'g'risida gaplashganinglarda, qaysi 30%? U bonusmi? Masalan, foydadan oyli ko'rinishda bonus bo'lishi mumkin. Prosta hisoblanishi 30%, lekin bu oylik bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Yoki bu aytishingiz mumkin, bu ulush. Biz endi ikkalamiz sherikmiz. Har xil. Uni prosta birinchi tushunib olishingiz kerak. Siz nima quryapsizlar? Sherikchilik quryapsizlarmi yoki prosta sizni CEOingiz daromaddan 30%, foydadan 30% oylik oladimi? Foydadan 30% oylik oladi. Fix plus 30%. Ha, siz o'zingizga bir narsa qoladimi ki? Lekin hozir foyda yo'q. Foyda yo'q. Uni kelishaverasiz. Faqat tushunishingiz kerak. Agar tushunib olsangiz, oson bo'ladi. Qo'rqmasdan berishni boshlaysiz. Agar ulush beryapmanmi yoki daromad foydadan foiz beryapmanmi, har xil bo'lishi mumkin. Sirazi odam qo'rqadi. Hozir berib qo'ysam, shu bilan mixlanib qolsa, bu keyin mana foydadan olayotganda ham u kelgungacha ham 40 ta 50 ta o'quvchimiz bor edi. U kelgan mana keyingi 50 tasidan beramizmi degan anaqa ham bo'ldi-da. Savol ham bo'ldi. Hammada shunaqa savol bo'ladi. Qo'norinda eskisidan berishga. Chunki xarajat bo'lsa chiqmaydi-da, anaqa foyda chiqmaydi baribir agar o'zi umuman. Nimaga har doim mana shunaqa ko'pchilikda qorni og'riydi, bilasizmi? Chunki bu odam hali ko'rsatmagan hech narsa. Siz bu odam sizga qiymati yo'q. O'shaning uchun men o'zim qilib bo'lgan ishdan foiz beryapman. Xuddi hal qilmagan ishiga, yemagan somsasiga pul to'layapman, deyapsiz-da, yemagan somsamga. O'shaning uchun bu kelishuvga bog'liq. Siz aytishingiz mumkin, masalan,
boridan hozir 30% emas 5% ushlab turishi uchun tushib ketmasligi uchun farqidan 30% yoki 40% deyishingiz mumkin. Masalan kuchliroq ko'paytirish uchun u ham masalan 2 oyga 3 oyga 5 oyga yarim yilga 1 yilga mana shunaqa kelish keyin qo'yib yuboramizda agar to'g'ri kelsa ham manga unda hammasidan berishim ham mumkin. Masalan men qo'rqsam u odam haqiqatan zo'rligini ko'rsam, bozorga chiqsa mendan masalan bozorga chiqsa sразу uni olib qo'yishini ko'rsam, menga kerakligini ko'rsam, bir-birimiz bilan ishlayapmiz, meni ishimni yengil qilib beryapti. U ishlaganimdan keyin 30% beramanmi yo'q? Adekvat bo'lsam beraman. man o'zini ko'rsatganidan keyin jamoa ishlatishdan masalan odamlarga pul to'lashdan hech qachon qochmayman. Masalan target to'lqlarimiz bor, 1,5 yillab ham beramiz, boshqa qilamizda. Bitta o'zim edim, misol uchun mana bu yordam bergan boshida hozir 25 kishi bo'lganmizda, mendan tashqari 25 ta odam ishlayapti komandada. Menga yoqadi komanda bilan ishlash, misol uchun yonimdagilarni o'stirish, pul berayotganda misol uchun men ko'p beryapman degan narsa bo'lmaydi, faqat to'g'ri kelishuv. Ya'ni men noto'g'ri kelishuv qilgan ekanman ko'pchilik bilan shu paytgacha. Mayli, yo'q deya olmaganman. Masalan bugun borasizda aytasiz, kelishuvimizni noto'g'ri qilgan ekanman. Mana bugun nechinchi chislo? 21mi? 21-chislodan kelishuvimiz o'zgaradi. Xohlasangiz davom etamiz. Kelishuvni boshqatdan qilish mumkin har doim. Bu normal. Kelishuv shunaqa narsaki, sizga qadrli bo'lgan ishchilaringizni har doim o'zingiz to'g'rilab boshqatdan kelishib olishingiz mumkin. Agar haqiqatan noto'g'ri kelishganman desangiz, ichingizni qirayotgan bo'lsa. Lekin ichingizni qirayotgan bo'lsa, tezroq hal qilish kerak. Agar yana bitta sharti bor, agar siz masalan 30-yilgacha faqat shunaqa to'layman deb kelishmagan bo'lsangiz. Yo'q, hali kelishamiz. Bitta narsa borda, agar sizni hozir biznesingizda sizni ichingizni qirayotgan, qorningizni og'ritayotgan kelishuvlaringiz bo'lsa, bu ham ta'sir qiladi biznesingizda pul ishlamasligingizga. Prosta bilishingiz uchun. Mana shu kelishuvlarni tekishlab olish kerak. Zaryad bo'lishi kerak emas biznes ichida. Keyin mana shu o'quv markazida ko'proq meni energiyam kerakda, ko'p kerak bo'ladi-da. 3 ta filial bo'lgani uchun hozir 3-filialga уже unaqa vaqt ajrata olmayman, bora olmayman misol uchun. Keyin o'yladim, o'zi bizga kerakmi ko'p bo'lishi o'quv markazi misol. Keyin bizga ko'p viloyatdan taklif tushadi. Bir viloyatdagilar kela olmaydi, lekin darsimni YouTube'da ko'radi, savol berib turadi. Viloyatda ham ochinglar. Keyin bir xilla bo'ladi. Viloyatdan kelib bizda o'qib o'rganadi-da, keyin ketadi. Kamida bir oxirgi mana shu 25-yilda 10 kishi viloyatidan so'radi. Ya'ni oching, bizni hozir uzoqqa ketib qolmaylik. Agar siz haqiqatan to'g'ri tushunayotgan bo'lsangiz, sizni energiyangizda odamlar o'qiyotgan bo'lsa, unda offlayn emas, onlayn ochish kerak. Agar yo'q, men masalan darsni bir marta zapis qilaman-da, keyin shunda o'qiydigan bo'lsa, keyin bozorga chiqib ketsa, keyin uni tekinga beraverishadi, o'qiverishadi desangiz, sizni energiyangiz haqiqatan kerak emas bo'lsa, qanaqa qilib tushunsa bo'ladi? Ular onlayn hammasi videolar chiqib ketadi ko'chaga, keyin ular ko'rishadi, shu bilan bitta ishi. Demak, sizni energiyangizda emas bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Chunki energiya bo'lishi uchun savol-javob bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'tda siz tushuntirishlar qilasizmi? Tushuntirishlar o'tib ketadimi masalan yoki faqat biz masalan kontent beraman-da, bo'ldi. Ular javobini o'zi berish kerak degan. O'shaning uchun arzonroq tushish uchun onlayn buxgalteriya qilsa bo'ladi. Agar haqiqatan ishonsangiz, sizni energiyangiz bilan ular siz energiyangizga keladi mashina, siz energiyangizda o'qiydi onlayn desangiz, borish shart emas. Ular ham kelmaydi, onlayn o'qiydi. Anaqa bo'lganda biz zapus qilganmiz-da. Shunda onlaynda bir 100 tacha odam o'qitganmiz. O'zim o'qitganman. Keyin menga bitta tomon yoqmaydigan tomoni onlaynni nazariy qismlarini o'rgatishim mumkin. Ana shogirdligim bor, amaliyot. O'sha odam oxirigacha yetib bormaydi, ya'ni kela olmaydi biza bilan birga. Kelish kerak. Ish jarayoni, konsalting, outsourceda ishlab praktika mana banklarni yoki отчёtlarni hammasi onlayn qilsa bo'ladi banklarni. U bilan keyin o'yladim, shu ideya qildim. Masalan, Zoom qilamiz. O'sha ekran bilan o'sha yerda o'tirib qilaveradi deb o'yladim. Keyin bu ko'pchilik endi meni atrofimdagilar bular, yo'q unaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'lmaydi deyishganda men tashlab qo'ydim uni. Mana bu narsa, qarang. Qancha ko'p odam sizga bu bo'lmaydi desangizda, shuncha to'g'ri yo'l topgan bo'lasiz. Tekshiruverish kerak.
nimaga? Chunki bo'lmaydi degani mana Zoomda haligacha mani shogirdlarim ham keling onlayn uchrashaylik, offlayn uchrashaylik, man ushlab ko'rishim kerak, sizni man yoningizda hillab ko'rishim kerak. Uyni bu deyishadi. Man bugun bu shahardaman, ertaga boshqa dunyoning boshqa tarafidaman. Nimaga bu bizga ta'sir qilish kerak? Bizani kontaktimizga. Zoom bor, bemalol qanaqadan men Zoomga o'rganib qolgan. Moskvada maksimum bir kunda 2 ta uchrashuv qilishingiz mumkin. Har bitta uchrashuvga kamida 4-5 soat ketadi. Yo'l kira, kutish, poylash, anaqa probka. Zoomda men 20 ta ham o'tqiza olaman. Kuniga 20 ta uchrashuv Zoomda effektivniroq 2 ta uchrashuv. Tushunyapsizmi? Chunki men o'ylashim kerak, kech qolaman, kech qolmaymanmi? Mashinaga joy topiladimi, yo'qmi? Sho'pirim qidirib yuradimi? Keyin yana qayerda men uni qidirib yuraman. Keyin men o'tni nima poylab turishim kerak. Millionta savol. Nima keragi bor? Zoom ochdim, qo'ydim, qildim. Bizda butun mastermind Zoomga yo'lga ketardi. Menda Zoom yo'q edi. Yo'lga ketardi. Moskvada umrim 75 kilometr men ishxonamga borib kelardim. 75 u yoqqa, 75 orqa. 150 kilometr kuniga. Mana qarang, misol uchun savolim boshida noldan o'qitdim. Noldan o'rgatganimdan keyin shogirdlikni ham o'qitdim, o'zim bilanamda. Keyin ishlab yurgan buxgalterlarni 6 oyda bir o'zim o'qitib turamiz, malakasini oshirishga-da. Men ko'proq hozir masalan noldan o'qita olmayapman. Chunki уровень biz bir-birimizga to'g'ri kelmay qolyapti-da. Men bu yoqda ishlab yurgan buxgalterlarni o'qityapman. To'g'rimi shu? Misol uchun noldan o'quv markazimda o'qiyversa, bu etapga kelganda men bilan o'qisa, chunki hamma ko'pincha boshida boshlaganda men bilan o'qigisi keladi. Yo'q, sizni vaqtingizga bog'liq. Siz bilan o'qiydigan bo'lsa, onlayn o'qisa. Qayerda pul ko'proq, ana shunda ishlab turganlarda pul ko'proq. Puli qimmatroq oladi. Qachon bizda mana rus tilida do'st pulchoqdan pulni o'ylaydi. Rus tilida do'st telu bor. Tushunasizmi? Sizni hayotingiz, masalan, bola chaqangizga anaqa qilishingiz kerak. 5 ta bolangiz bor. Oilaga ajratishingiz kerak. Siz bilan kim yaqin bo'lmoqchi bo'lsa, har doim narxi bor. Siz aytyapsiz-ku, masalan, yangi boshlayotganlarmi yoki ishlab turganlarmi? Yangi boshlayotganlarga biz masalan nima qilamiz? Biz video qilamiz-da, mana videoda ko'ringlar. Keyin qachon xohlasanglar ko'rishinglar mumkin. Lekin men bilan o'qiydiganlar narxi baland nimaga? Chunki meni o'zimning ham ishlarim bor, men xohlayman, men bilan o'qiganlar puliga achinib tezroq kirgizsin deb. Mana shuni kirgizsa, shuncha pul to'lagan bo'lsa, kirgizsa tezroq o'ssin deb. Arzon qilib qo'ysam o'chirib bo'ladi, lekin foyda topmaydi hech kim. Men ham ular ham topmaydi. Chunki meni vaqtim ko'p ketadi, ularni puli ko'p, puli ularning motivatsiyasi yo'q. Chunki ko'proq to'lagan odamni motivatsiyasi kuchliroq bo'ladi. Puli qo'ygan odamni yopishib oladi. Chunki bo'ldi, shuncha ishlatdimmi, qaytarishim kerak. Unaqa emas. Qarang, to'g'ri aytish uchun siz topadigan pulingiz manimcha bo'lsa, o'zingiz topadigan pulingiz mashincha bo'lsa, mashinchasini o'qishga bersangiz, ana o'shanda pulingizga achinib o'qiysiz. Agar lekin sizni pul topadigan manimcha bo'lsa, manimchasini o'qishga bersangiz, $1 million bo'lsa, baribir o'qimaysiz. Qancha siz topgan pulingizdan sizni ishlatayotgan, o'qishingizga ishlatayotgan daromadingizga qarab foizi katta bo'lsa, masalan siz 10 ming topsangiz, 7 mingini bu oy o'qishga sarflasangiz, o'sha o'qishda zo'r o'qiysiz. Bormi, nech pul bo'lsa ham o'qiydiganlar, arzon tekin bor, har doim bor. Endi bu kamchilik. Kamchilik. Masalan, shunaqa bo'ladi, $3000 beraman, individual o'zingiz yoningizga oling deyshadi-da. Bunaqalar kam. Unaqa qilmaganman lekin. Bunaqalar kam. Nima deydi? Anaqaga qilsa bo'ladi. $3000 ga sizga arzon bitta ikkita olsangiz bo'ladi bunaqalarni. Bitta ikkita shogirdlikka. Bu anaqa qilish uchun nima deydi? Reklama? Yo'q, благотворительность o'zbekchasiga. Ehsonga olsangiz bo'ladi. Masalan, yaxshi o'quvchilarni olishadi-yu, a'lochilarga grantlar beradi-yu. Tekinga unda eng zo'rini olishingiz kerak. Eng zo'rini. Shunaqa qilganman.
keyin olib qo'yganman, o'shlaydi. jamoaga olib qo'yganman, Ha? shunaqa qilib Ha, o'stirib, bunaqa boshqa ishlaydi. qilib. Hozir ham shunaqa qilib turaman lekin lekin. o'sha siz so'rayapsiz, birinchi sinflarni nima qilib, ikkinchi sinflarni. Agar siz 5-6 sinflarni faqat o'qitaman desangiz, birinchi sinflarga yo ko'chada o'qib kelish kerak, yo sizda o'qisa, siz o'qish kerak. No, siz yaxshi kontent berishingiz kerak. yoki siz bilan onlayn. Bor, onlaynlarim bor, meniki. U arzon bo'ladi, sizni ham vaqtingiz olmaydi. Siz birinchi agar men sizni o'rningizda birinchi sanaydigan narsam, men soatim necha pul turadi degan savolga javob topish. 1 soatingiz. Qanaqa sanalishini bilasizmi? Sof foydangiz olasizda yilligini 2000 soat taxminan siz ishlatasiz. 2000 ga bo'lasiz. Chiqadi sizning soatingiz, sizning narxingiz. Mana shu narxdan pastiga siz hech qanaqaga avantyuralarga kirib o'tirmaysiz. Shu narxdan past Soati shundan past bo'lsa, soatingizni siz yaqinlashmaysiz. просто har yili 2 barobar ortga o'stirishingiz kerak. Narxini. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa, lekin nima instrumentlar bilan, qanaqa yo'llar bilan, qaysi odamlar bilan o'stirishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizani karra o'sish degan tadbirkorlar uchun transformatsion kursimizni 4-sezoni boshlanadi. 1-aprel kuni 4-karra o'sishni boshlaymiz. Tez biletlarni olishga, joylarni egallashga ulguringlar, chunki hozir eng sizlar uchun arzon va eng yaxshi narx bo'ladi. Qancha oldin olsanglar, shuncha arzon olasizlar. Havolaga o'tib, hamma qolgan informatsiyani bilsanglar bo'ladi. Karrachi shogirdlarimizdan realniy keyslarni olib, realniy natijalarni so'rasanglar bo'ladi. Keyin bizda shunaqa bo'ldi. Men tadbirkorlar bilan gaplashamanda endi tadbirkorlar tushunishmayapti, masalan, finansi, boshqa holatlarni tushuntirib beraman. Beylikka o'tyapmiz ko'p kompaniyalarimizda. Beylikka o'tganimizda qanaqa bo'layotganini ko'rsatib beraman. Keyin ular aytishyapti, bitta yig'ib tushuntirib bering, bitta yig'ib o'rgatib bering deyishyapti. Siz bo'ladi. Seminar qilib. Pulli seminar. Bu seminarlarni nimasi yaxshi sizga? Tekin qilmoqchi edim. Yo'q, qarang. Sizni men tushunyapman tekin qilmoqchiligingizni. Lekin tekini 3 marta qilasiz, shu bilan boshqa yoqmay qoladi o'zingizga. Lekin pul ishlasangiz, unda sizga manfaatli bo'ladi, ularga ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? U men sizga juda qimmat qiling emas. Bu sizning lead generatsiyangiz o'zi, outsourcega keladigan. Masalan, o'qib ketadi, sizni ko'radi, tushunadi, siz tushunar ekansiz deb keyin sizni ishlab sizga bermoqchi bo'ladi. Bu lead generatsiyangiz. Men sizga katta pulga qiling demayapman. Lekin soatingizga bo'ling. Mana necha soat ketadi deb o'ylaysiz? 3 soat. 3 soat. Soatingiz agar masalan условно hisoblisiz $500 turishi mumkin, $1000 turishi mumkin. Kamida mana shuncha sof foyda topishingiz kerak. Mana qarang, soatingiz $500 bo'lsa, 3 soatingizni siz kamida o'sha yig'ilgan auditoriyada soatni anaqaga o'lchamaysiz. Tayyorlanish vaqtini ham bor. kelib ketish, tayyorlanish, masalan, o'sha kuningiz o'sha narsa bilan zanit bo'ldimi, 8 soatingiz Shu soatingizga ko'paytirasizda, mana shuncha sof foyda topishingiz kerak. O'shani qo'shganingizdan keyin, bilganingizdan keyin unda o'sha kerakli narsalarga vaqtingizni ketkazishingiz. Qarang, bu degani 500 ko'paytiruv 8 $4000 bo'ladimi? $4000 toza o'sha kuni hamma rasxoddan tashqari sizga o'quv markazingiz to'lab berish kerak oylik. Bo'ldi. Mashinadan boshlab film model qiladi. Ha, хорошо. Men 4000 topishim kerak ekan. 4000 topishim uchun qanaqa zal bo'lishi kerak? U zalda nechta odam bo'lishi kerak? Unga nechta anaqa zapus qilish kerak? Nechta pul turadi menga deydilar. Hammasini sanab chiqqandan keyin chiqadi sizni zalga qiziq bo'lib ketdi motivatsiya. Sherstakam razbor tekinga olib boradilar, hayron bo'lmaydi. Faqat razbor tekin proyekt bo'ladi. Yo'q, bu tekin emas, bu lead generatsiya. Bu lead generatsiya, keyin bu bilan o'zlarining proyektlari благотворительность YouTube uchun. Ha, menga ham yoqadi shunaqa, o'sha odamlar. Shu javobi shunaqa. Agar xohlasangiz, masalan, bularga o'xshab qaysidir proyektni благотворительность qilaman, tekin qilaman desangiz, qilavering. Lekin bizda ham mana qarang, razbor, zal oqlaydi productionni, reklamani, marketingni hammasini. Главный speakerimiz tekin. Chunki bularni proyektlari благотворительность YouTube uchun qilaman degan anaqalar. Xo'p, savol bering. Menmi? Hozir уже Qanaqa savol bilan keluvdingiz? Qanaqa xayolingiz boshqa yoqqa ketib qoldi endi? yo'q, o'sha o'quv markazimda energiyam yetmayotgani, Energiyangiz qayda bo'lishi bitta variantni aytdim.
shu pul ishlashni boshlashingiz bilan energiya paydo bo'ladi. o'zi yaxshi edi energiyam. Mana shu farzandlar, egizak qizlarim bor-da, hozir 1,5 yosh. Ularni dunyoga keltirgunimcha o'sha energiyam bo'lgan, o'sha sarflaganman. Hozir bola chaqa ko'proq qo'yadi. Ha, hozir farzandlarim bilan bo'lganim uchun, keyin mana misol uchun anaqa qilishadi-da, buxgalterlik keladi-da. Mana razbor qilib bering mani deydi. Misol uchun gaplashib boshqa qilamiz-da. Qaysi holatda nima qilsam bo'ladi deydi. Biz gaplashib turib, ochiladi, ketadi. 2 oydan keyin sovg'a olib keladi. Masalan, zo'r bo'ldi mana shu aytgan narsangiz. Mana shunaqa bo'ldi deydi-da. Lekin men uni o'sha o'zim shunaqamanki, mohiyat qidiraman-da. Nimadir ish qilishdan. Masalan, rob kelyapti-da, mana bunaqa qilaylik dedi. To'xta, xo'p, undan mohiyat nima? Oldin birinchi mohiyatni o'rganaylik. Yaxshi bo'lsa men qilishib olaman. Yonimga bitta bola keldi-da, 5 ta buxgalterni yig'yapman. 5 ta buxgalter bilan kurs qilmoqchimiz. Sizni ham tanladim. Men aytaman, u nimaga kerak? Buxgalteriya o'qitmoqchi ekanda, lekin 5 ta odam, 5 ta ekspert. Unaqa bo'lmaydi deyapman. Bu shunaqa o'xshamaydi, chunki hamma har xil мнениеda o'qitadi. U guruhda dinamika o'ynab ketadi. Bu variant emas. Bundan ko'ra, masalan, seminar qil, boshqa qil. Takliflar ko'p-da menga. Endi Instagram bo'lgani uchun, lekin hammasini ham qabul qila olmayman. Menga birinchi bo'lib shu insonlarga manfaat kerak. Vobshe qabul qilmang. Hozir qarang. Nimaga kerak sizga 5 ta bolangiz bo'lsa, 2 ta egiz bo'lsa 1,5 yoshlik. O'zingiz bu yerda bunaqa o'quv markazingiz bo'lsa, bu yerda outsourcing Men ko'rayotgan narsa. Nimaga kerak sizga yana qo'shimcha kimnidir seminariga borib vыступать qilish? Nimaga kerak? O'zingizga sarflang o'sha vaqtda. Men ko'rayotgan narsa. Tamiz oling. Qarang. Sizlarni konfiguratsiya deyiladi. Kim konfiguratsiyada bor? To'pladan. Siz borsiz. Stroykaga qurilishgaman. Produktman. Sizga oldingizda kassir kerak. Operatsiyani ko'rganmisiz? Ha? Anaqa transplantatsiyaga chiqishadi-da, vitsin anta pul yig'ib o'tiradi. Ko'rganmisiz? Shu pul yig'uvchi kerak sizga. Tushunasizmi? Savdogar. Pul yaxshi ko'radigan odam. Kim savdogar atrofingizda? Pul yaxshi ko'radigan odam. Kim sizda pul yaxshi ko'radi? Oilada. Bo'lmas, yo'q. Ha, yashang. O'sha odam topilishi bilan pul ishlashni boshlab energiya paydo bo'ladi. Balkim robizdir. O'sha kichkinaligimda bizda shunaqa holat bo'lgan. Adam tadbirkor bo'lganlar-da, taxta biznes bilan shug'ullanardilar. Uyimiz to'la pul bo'lardi. Pul mashina, apparat yo'q edi-da. Bizga sanattirardilar-da. Pul sanay yurganimdan shu darajada unaqa bo'lib ketganman. O'sha uyda ham mana kecha siz razboringizni ko'rdim. Mana ishlatmayman dedingiz-ku. Men ham qaysi razborni ko'rdim? Oxirgi chiqqan razborda. Bog'chani? Ha, pul ishlatmayman dedingiz-ku. Xuddi shunaqa men ham pul topaman deb. Lekin rosa ishlashni yaxshi ko'raman. Yo'q, lekin ishlatishida uyda ro'zg'orda ham hammasini xo'jayinim qiladi. Misol uchun, meni xarajatlarimni ham xo'jayinim. Biznesda sizga aytaman, tadbirkor kerak. Pul kerak emas. Men zo'r ishlatib qo'yaman-da, shunaqa qattiq ishlatib qo'yamanki, hammasini kerakli joylarga tiqib qo'yaman. Keyin uje stressga tushib qoladilar bular. Ko'p ishlatib qo'yishim. Shu siz qachon tez o'saman desangiz yoki siz birinchidan o'zingiz uchun tanlab olishingiz kerak. Outsource sizga qizuvmi yoki bu ham qizuvmi, qaysi biriga ko'proq vaqt ketkazmoqchiligingizni o'zingiz uchun. Keyin tanlaganingizdan keyin o'sha sohada qanaqa qilib yaxshi pul ishlash. Mana shuni tanlamayapman-da. Nimaga unaqa bo'lyapti? Chunki o'quv markaziga outsource kerak. Realni o'tda buxgalterda ishlayotgan buxgalter keyslarimiz bor-ku, shogird kelganda ham qurilish ham bor, masalan, ishlab chiqarishimiz bor. Tanlamayotganingizni sababi aytaman-ku. Outsource bo'lsa nima bo'ldi? Outsource bo'lsa, men aytaman-ku, sizni tanlamayotganingizni sababi bitta. Sizga pul kerak emasligi. Hozir agar o'quv markazingizdan siz, masalan, deylik, $100,000 oyiga ishlayotganingizda, outsourcingizdan 10,000 ishlasangiz, qanaqa bo'lardi sizni? Boshingiz qotarmidi? Nimani prioritet qilishni bilmayapman dermidingiz? Men bilaman bunaqa odamlarni, imенно sizga o'xshagan soha plus minus. Bunisidan shuncha, bunisidan shuncha. Raznica mana shunaqa. Ularda yo'q xayol. Qaysini tanlasam ekan, qaysi biri men uchun важный ekan. Bu yerda ham pul ishlayman, bu yerda ham pul ishlayman, u ham bo'lsin, bu ham bo'lsin. Sizda просто komandangizda bitta zveno yo'q. U zveno yo'q bo'lgani uchun pul yo'q. Hatto sizning bizneslaringiz pulli bizneslar. Ikkalasi ham pulli biznes. Agar sizning komandangizda, sizning konfiguratsiyangizda, yoningizda pulni yaxshi ko'radigan sotuvchi bo'lganda edi, bo'ldi edi, kosmos boy bo'lib ketardingiz.
bir xilli bu qo'shilmoqchi. bularga boylik kerak emas. kerak emas ekanda. Xo'jayingizga ham kerak emas shekilli, ular ham finansistlar, ularga ham produkt bo'lsalar kerak. man necha marta yordam so'raganman, qo'shiling, birgalashib qilaylik Ular deganimda yo'q. produktlarmi, ular ham Produktlar, ular Sizlar xohlamaganlar. uylarda pul yaxshi ko'ruvchi odam prodavets yo'q, tushunishimga qaraganda. Bolalaringizdan hech kim prodavets emas. Ikkinchisi ham mobilograf ham sotuvchi emas. Yo'q, endi u pulini Sotuvchi emas, lekin pul rasash. pul yaxshi ko'radi. Pulimni bersangiz keyin qilaman deydi. Xudoga shukr bor ekan bittasi. Lekin endi u yosh. Ropis agar sizga Ropimiz shunaqa. Agar hozircha haqiqatdan shunaqa Pul bo'lsa, kerak o'zida- menga deyuradi. o'zida ko'rsatsa, Aha. va faqat pul kerak emas. Shunaqa deydi pul lekin. ishlashga tayyorman deganida, pul Ha, kerak ha. degani bu hali Menga ham bunaqa deydi-da, Sevara opa sizga pul kerak emas deydi. Menga o'zimga Shunaqa? aytadi. Menga pul kerak. voy xudoga shukr bor ekan atrofingizda. Shuni qilaylik deydi. Men hop u nima deyapti o'sha Ropis? Nima ish o'quvchi qilaylik deyapti? o'sha 5 oylik produktni qilaylik dedi. 5 oylik produkt qildik. O'quvchi sonini bir vaqtda o'zida mana 3-filialni ham ochtirdi-da. O'sha o'quvchi ko'paytirish uchun. Bir vaqtda o'zida shu 1000 ta odam o'qitaylik deyapti. Men Hozir o'ylayman, nechta o'qitasiz? 65 ta, u 1000 ta o'qitmoqchi. ha, 100 ta 65 ta bir oyda olingani, u masalan 5 oy u o'qisa mingtani bir qo'shilaveradi, oyda 50 ta, olmoqchi. 50 ta masalan. U 1000 tani bir oyda olmoqchi. 1000 tani qo'shilib 5 oyda ikki xil yo'nalish borda. Butik yo'nalish bor. Boyagi men aytganim 10 milliondan o'qitasiz, siz o'zingiz o'qitasiz, lekin ko'p odam o'qita olmaysiz. Butik yo'nalish yoki ikkinchisi anaqa oti nima edi? Discounter yo'nalish. Ana 1 millionliklar o'qitib yuribdi-yu. Kerak emas bo'lsa ham 1 million, ana 36 so'm Rossiyada fix price bor. Hammasi 36 so'mdan. Kerak emasga ovurishadi odamlar, arzon ekan. Keyin uyda hammasi yotadi. Siz prosta yo'nalishni tanlab olishingiz kerak. Chunki 65 tami, 165 tami qancha o'qitmoqchisizlar, qaysi model bo'yicha? Discounter modeli bo'yichami yoki butik modeli bo'yichami? Ikki xil model bor. Siz o'zingiz uchun tanlab olinglar. Discounterda qancha kontent ko'p beraversanglar, faqat arzon bo'lsa, shu odamlar o'qiversa, u boshqa model. Butik u boshqa. Siz aytasizki, men chunki agar sizni nima deydi? Siz hammasini tushunyapsiz, hammasi bilan o'qimoqchi, lekin aytayotganku hammasi menga keraksiz, energiyangiz kerak. Unda discounter ishlamaydi-da. Siz masalan ochib qo'yasiz, kontentni ochib qo'yasiz, sizni hech kim o'qimaydi. Chunki siz o'zingiz yo'qsiz. Xuddi. Prosta kelish o'zingiz uchun tanlab olishingiz kerak. Shunda agar kam, qimmat, sifatli и ishga olib kirish natijaga ishlanadigan bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Prosta qimmat bo'ladi. Model topib, o'shandan keyin bilasizlar nima o'zingizga nima qiziqligini. Sizlarda o'sha pul kerakli odam topilsa, tushunsa, mana shunaqa modellar bor, mana shunaqa yo'nalishdan ketishimiz mumkin deb hammasini tushungandan keyin billa pul ishlashni boshlaganingizdan keyin komanda tuzilganini ko'rsanglar, o'shandan keyin osonroq bo'ladi. Sizlarda bu narsa yo'q, chunki sizga pul kerak emas. Uni ham yoqyapti, buni ham yoqyapti, buni ham qilsam o'xshayapti, buni ham qilsam o'xshayapti. Endi qaysi birini qilay deb o'tiribsiz. Aytligida pulni sanamagansiz. menga faqat o'sha sifat muhimroq-da. Masalan, mana hamma outsourceda produktga sifat muhim. mana outsourceda shunaqa xizmat ko'rsatamiz, firma egalari, masalan, 150 ta firmamiz bo'lsa, hammasi довольныйda. Chunki vaqtida qilib beramiz, oldinroq nima hisob kitob qilamiz. Hozir ish ishlatmasizlar. 150 ta firmada ishlash, men sizga aytaymi, bu juda kam. Juda kam. 150 tadan siz 50 ming ishlashingiz kerak. Mayli, 30 ming хотя бы ishlashingiz kerak. Men sizga aytsam 20 ta kompaniyadan ishlaydi outsource buxgalter. O'sha yerda ham men xato qilaman. Ko'p buxgalterlarim aytishadi. Masalan, o'zi $1000 Sizga pul kerak emas, aytaman. Pul kerakli odam topib olib, Mayli. ushlab oling-da etidan. O'sha bilan yuring, bo'ldi. Sразу Sevara opa qiynalyapman, mayli deyman-da, nima qilib bermayman-da. Outsourceda ham firma egalariga ham. Men sizga o'xshagan narsa qiladiganman, ya'ni главный buxgalter qilish emas, главный buxgalterlarni o'qitish, ya'ni masalan o'sha qimmat produkt to'g'ri keladi, 2000 masalanda. Ya'ni u главный buxgalter masalan firmalar sonini ko'paytirish yoki konsalting ochish yoki konsaltingi bor buxgalterlarni o'qiting deyapman men. Outsource bor, menda keladi yonimga. 15-20 ta masalan. Ular ham o'qish xohlaydi, chunki deydi, mohiyat tushunmayapman deydi-da, kompaniya ham ko'payib ketyapti deydi. Bu o'shanaqalarni outsource bor, уже lider bo'lgan. tadbirkorlikni o'rgatmoqchisiz. U boshqa narsa. Ha, shunaqa o'qitaylik deyapti. Bor Mentorство qiling. spetsializatsiya bor upravlение. Sizlar aytasizlarki, biznes yurg'izishni o'rgatinglar deyapsizlar. U уже ekspertность buxgalteriyada emas, ekspertность именно управленияda. U boshqa. Sizda bormi bu yerda? Siz bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat vaqtingiz yetadimi? Yo'q. Men sizni vaqtingizni faqat ko'ryapman, tejash kerak qayerdadir. Egizinglardan 1,5 yoshli.
qanaqa savolingiz qoldi? Hozir aytishingiz mumkin. Bu yoqqa kelishimdan oldin men faqat nima bilan shug'ullanishni bilmayotgandim. Endi nima ish qilishni bilmayapman. man aytaymi, man o'ylardim, man sizni o'rningizda bo'lsam hozir bu yerdan главный narsani olib chiqib ketardim. Masalan, hozir 8 soat, qancha soat ishlaysiz bir kun ichida? Shu 10 dan 5-6 gacha-da. 10 dan 5-6 gacha. Sizni o'rningizda bo'lsam, masalan, хотя бы bir kunni 6 kun ishlaysizmi, 5 kun? 5 kun. 5 kun. Endi 4 kun ishlashni boshlashingiz kerak. Как minimum. Bir kunni egizlaringizga bag'ishlashingiz kerak. Qolganini faqat sizni 1 soatingizdan qimmat bo'lgan ishlarga sarflashingiz kerak. Har bitta ishlagan soatingiz sizga, masalan, har bitta qarashib yuboring, yordamlashib yuboring, unaqa qilib yuboring, bunaqa qilib yuboring. Mana bu yerga seminarga keling, 85-speaker bo'lib degan narsalarni srazu qaraysiz, siz vaqtingizga to'g'ri kelmasa, O'sha ropim, o'sha SEO'miz hamma aytdilar-da. bekorchi ishlarni yo'q qilasiz. Instagramda chiqib berishingizga, masalan, reklamaga chiqib berishingizga yoki mashaq qilishingizga biz o'quv markazidan sizga pul ajrataylik deb nima tavsiya ham qildilar-da. Masalan, o'sha narsa ham meni uncha qiziqtirmadi-da. Tushunmadim. Yana sizni ropingiz Ha. sizga Masalan, men oylik olmayman-ku u yerdan. Ha. Siz Qayerdan olyapsiz? o'quv markazida. Nimaga? Ya bu ishlanglar-ku, ikki xil rolda qaryaptilar o'zlari, tadbirkor ishlash, masalan, dars bersalar, syomka tushirsalar. To'xtang. Nimaga oylik olmaysiz? Oylik olmayman. Dividend oladi. O'sha foydasi qolsa, Yo'q, siz o'tga Bo'lmasam bormang. vaqt ajratasizmi? vaqt ajrataman. Ha. Qanaqa vaqt ajratasiz? Masalan, syomkalarga tushirib beraman, darsga. Bo'ldi, shu deb o'ylayapsizmi? Yo'q, bor, o'quv markazi o'zida ham boraman. Ayting menga. Darslarda ajratadigan vaqtingiz nima ekanini ayting. birinchi man kadrlarimni nima qilaman, doim tekshiraman. O'quv bo'limiga bosh o'zimman-da, chunki. Metodologiksiz. Ha. Hop, bir, yana Keyin kurslarga, gruppalarga kirib shogirdlar bilan shu ozgina ikki, shug'ullanaman. yana Keyin Instagramda kontentlar qilishga shu chiqib beraman. uch, yana YouTube'da darslar bo'ladi. to'rt, yana Onlayn darslarga qatnashaman. besh, yana Bo'ldi. bo'ldimi? Bo'ldi. Agar hamma masalan hamma vaqtingizni sanasak qancha vaqt ajratasiz o'quv markaziga? Vaqtda, soatda. Haftasiga. Menimcha har kuni 4 soatcha ketsa kerak deb o'ylayman. Wow. Siz 4 soat qanaqadir imенно shu o'quv markazi bo'yicha qilayotgan ishlaringizni hisoblaysizmi? Masalan, uyda uxlashga yotayotganingizda o'quv markazi to'g'risida o'ylaysizmi yo'qmi? Turganingizda o'quv markazi xayolingizga keladimi yo'qmi? Kechasi uxlamay qolasizmi o'quv markazingizda? Fonoviy miyangiz o'quv markazi to'g'risida o'ylaydi. Nima deb o'ylaysiz? Fonoviy. 90% o'shanga ketadi. O'shanda necha soat vaqtingiz ketar ekan umringiz? 23 soat. Yashang. Agar siz oylik olmayotgan bo'lsangiz, unda to'g'ri tushunmaysiz qaysi ish bilan shug'ullanishni, qayerga vaqt ketkazishi, pul kelib turibdi, pul sanog'i yo'q. Problema o'shanda. Pul sanashni boshlash kerak. Oylik olish kerak, dividend olish kerakmi? Olish kerak. Lekin oylik ham bo'lish kerak qilayotgan ishiga. Dividendni risk qilgani uchun olinadi. Tim bo'li hozir oylikni ish qilgani uchun olinadi. Tushunyapsizmi? Agar hozir oylik oladigan bo'lsangiz, 0 sizda dividend chiqishi mumkin. oylik olasiz. O'zingiz aldamayotgan ekansiz. Siz oylik Buxgaltersiz, siz bilishingiz kerak buni. Endi aytmoqman, o'sha pulini o'ylamasdan o'sha odamlarga yordam berish ham mashla yaxshi bo'lsa, mana buni problemasi bor ekan. O'zingiz o'ylang hozir. Birinchi очередda samolyotda kimni qutqaramiz? O'zimizni, keyin bolalarimizni. Qarang, Nimani o'qiyapsiz deyapsiz? Men masalan o'qiyapman deyapsiz. Men bitta narsani ayting. Qarang, siz hozir o'zingizga oylik qo'ymasangiz, Shaxsiyat nima bo'ladi? bo'yicha. Keyingi qadamingizni aytaymi? Mana hozir siz ropingiz bilan kelishib olasiz. Kelishib olganingizdan keyin вообще-то прибыльingiz 10.000 emas, masalan 5.000 deylik. Lekin siz uni 10.000 dan unga 30% to'laysiz. Keyin nima bo'ladi? 3 oydan keyin qorningiz og'rishni boshlaydi. Keyin siz aytasizki, "Yo'q, to'xta, men bitta o'zimga oylik qo'yaman, meni oyligim 5.000" deysiz. 5.000 qo'yganingizdan keyin 5.000 dan bo'lishingizga to'g'ri kelib qoladimi? Bo'ldi, keyin u недовольный bo'ladi, aytadiki, "Nimaga bu yerga oylik qo'shib oldingiz endi?" deydi. Ishlab yuruvdingiz-ku 25 yil oyliksiz. Endi yuravering dalsha deydi. Hozir qiling bu ishlaringizni, kelishuvingizdan oldin to'g'rilab oling. Keyin chunki keyingi qadamingiz yana xafagarchilik. Nimani o'qiyapsiz? ICBT degan xalqaro trenerlar maktabi bor ekan, o'sha yerda o'qidim. O'sha nimada o'qiyapmiz. Keyin o'sha Sarvarda o'qidim. Men endi o'qishni boshladim-da, shunaqa biznes, marketing bo'yicha men bu
Mehrison Nurullayevada o'qidim, yozdim. Tushundim. Siz hammasi produkt bo'yicha o'qiyapsiz, shaxsiyat bo'yicha o'qigan joyingizni eshitmadim. Kimda o'qishim kerak shaxsiyat bo'yicha? Sizga konfigurator именно odam kerak, sizga pul yaxshi ko'radigan. Topishingiz bilan portlab uchib ketishinglar mumkin. Topmagunizcha mana shu hobbilar bilan shug'ullana olasiz. Hamma aytayotgan narsangiz siz uchun hobbi. Hech qayerda pul kerak emas. U hobbi zo'r, lekin hobbidan pulga o'tish kerak уже. Pul beradigan hobbi ekan bo'ldi. Endi bular adasi bor-da, shuncha o'ylamasam kerak. Men hobbi, mana misol uchun pulga o'tib qolsam, o'sha yerda o'ylayman-da, mana ro'b kelganda ham aytdi-da, mana bunaqa qilaylik, mana buncha pul bo'ladi, mana bunaqa qilaylik deydi-da. Men shogirdlar ko'z oldimga keladi-da, voy shularni pulga aylantiramanmi degan narsa keyin yana bu yoqqa o'tib qolaveramanda. Psixolog bilan ishladim, necha marta ishlayman anchadan beri. Ular ham ko'p aytadilar-da. Meni yoshligimda dodam buvim bilan katta bo'lganmizda, dodam har doim yaxshi bo'lish kerak, yomon narsani ham yomon demagin, yaxshi degin, yaxshi bo'ladi. Sizni qolib ketgan narsani men sezdim. Rus tilida pattern deyiladi. Bu qaytariladigan, hadeb qaytariladigan. Siz ko'proq ichiga olmayapsiz-da, eshitmayapsiz-da. Ko'proq o'zingizni ichingizda borini, masalan, biz gapirayotganimizda sizni xayolingiz ichingizda men hozir mana bunaqa narsani gapirib olishim kerak deb chiqyapti-da. Qabul qilmayapti-da, anaqa qilmayapti-da, nima deydi? Analiz qilmayapti-da. Siz mana bunaqa dedingiz, men mana tushunmadim degan gap hali eshitganim yo'q. Eshitayotgan narsam biz sizga gapiryapmiz, sizni вроде бы kiryapti, bitta qulog'ingizdan chiqib ketyapti, keyin o'zimni gapimni gapirib oling, to'xtanglar, yana mana bunaqa gapim ham bor. Men sizga hozir yana bir tonna gapirib beraman. Rosa ko'p deyapsiz-da. Biz gapirayotgan gapni men именно обратный связь olmayapman. Bu narsa nima deydi? O'qituvchilarning kasali bir tarafdan, lekin hozir siz bu yoqqa kelganingizda qanaqadir foyda topishingiz kerak. Foyda topolmayman. 3 ta katta narsa bo'ldi. Men ko'pincha insonlarni filtrsiz qabul qilaman. Gapirganda bundoq qabul qilaman-da, keyin 2-3 kun o'ylayman, nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi debdi, hech qachon yonimdagi odamga yo'q, bunaqacha, bunaqa qilingan, bunaqa qilganman deya olmayman. Qabul qilaman-da. Men hozir gapirgan gapim bo'lmasa qaytarib, qanaqa tushundingiz, aytib bering. Birinchisi, noldan olayotganingda ham birinchi etapda oxirgi gapingizda men aytayotganlarimni qabul qilyapsan, eshityapsan-da, lekin anglamayapsan-da, o'zingnikini aytyapsan demoqchisizda. O'sha anglayapman. Men anglashim uchun to'g'ri gapirdim. Birinchi savol. Tahlil qildingizmi yo'q? To'g'ri gapirdingiz. Masalan, men aytayapman, filtrsiz qabul qildim. Endi uni o'ylayman, masalan, to'g'ri aytayotdilar, 2-3 kun men uni o'ylab yuraman. Keyin boshqa bizda hozir 2-3 kunimiz yo'q-da, bizda 1 soat vaqtimiz bor, 1,5 soat. Siz 1 soatda sizga maksimal yordam beradi. Qarang, sizni zo'r xususiyatlaringiz bor ekan. Zo'r xususiyatlaringiz empatичныйsiz. Odamlarni yaxshi ko'rasiz. Odamlarni yaxshi ko'rasiz, odamlar ham sizga intiladi. Bu zo'r sizni xarizmingizda sizni hamma bizneslaringiz atrofingizga yopishyapti. O'sha bizneslaringiz yopishyapti, odamlaringiz ham. Plus yana produkt ekansiz. Produktga joningizni qo'ydirar ekansiz. Endi biz aytyapmiz, bu ikkita zo'r xususiyatingiz bor ekan, lekin 3-xususiyat yo'q. Sizni o'sha konfiguratsiya kasal. Hozir o'sha 2-3 ta gap gapirdinglar, ro'pinglar to'g'risida, lekin men o'ylayapman, men bu ro'pingizni tanimayman, ko'rmaganman. Gaplarida ma'no bor. Ko'proq quloq solishni boshlashingiz kerak shu ro'pga. Agar haqiqatan oshirayotgan bo'lsa, rezultat ko'rsatayotgan bo'lsa, o'shanga yaxshilab tavakkal qilib ishonib ko'ring. Ahamiyat berib, o'sha bilan pul ishlashni boshlaysizlar, o'shandan keyin ko'proq ko'rinadi. O'zingiz uchun nima olaylik desangiz, vaqtingizni narxga chaqib, har bitta qilayotgan ishingiz mana shu narxga to'g'ri keladimi yo'qmi deb o'zingizga savol berishni boshlashingiz kerak. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingizni o'stirish niyatingiz bo'lsa, savollaringizni kimga berishni bilmasangiz, sizga bir o'rgatadigan, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan odamga muhtoj bo'lsangiz, bizani Sherzod aka bilan yopiq Telegram kanalimiz bor. U kanalda har hafta 2 marta Sherzod aka va Barnopeylar bilan savol-javob bo'ladi. Savollaringizni kechasi bilan uxlolmaydigan, sizni qiynaydigan savollaringizni, shaxsiyat to'g'risida, biznes to'g'risida, jamoat to'g'risida, sherikchilik to'g'risida sizni savollaringizga o'sha yerda javob olishingiz mumkin.
hammanglarni Masshtab Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Buning uchun Toshkentga kelish kerak emas, vaqt ajratish kerak emas. Bu Telegram kanal har doim biz onlaynmiz, savollaringizga javob beramiz. Havoladan o'tib Telegram kanalimizga qo'shilinglar. Chunki sizni vaqtingiz lutshi kerak emas, mayda chuda. Umr tez o'tib ketadi. Nima deydi? Hech qanaqa rezultat bermaydigan ishlarga masalan, men uverenniyman hozir 70%, 80% o'shunaqa ishlarga ketyapti-da hozir. 20% rezultat beradigan narsalarga ketyapti. Men siz o'rningizda bo'lsam, hozir inventarizatsiya qilib u ishlarni, bu masalan, meni o'rtacha vaqtim bilmayman, $500 $300 $1000 bir soatim. Masalan, bir oylik hamma dohodimni olsam, bo'lsam, ishlagan soatimga, masalan, yilda 2000 soat bo'lsa, oyiga qanchadir 160 nechadir soat bo'ladi. O'shanga bo'lsam, meni soatim shuncha ekan, endi sizga kelgan qaysidir qilayotgan ishingizga qaraysiz-da, tak, bu ish shuncha turadimi, yo'qmi deysiz. Filtr O'zingizga savol boshlanadi. berasiz. Filtr boshlanadi. Filtr ichingizda filtr. O'zingizga savol berish boshlaysiz. Odatda buxgalter bilan sizlarni tez tushunadi. Qani sani hisoblab ko'rishini ham deydi. Sizda faqat ko'rmayapman bunaqa qiziqishni. Chunki pul kerak emas. Chunki pul kerak emas. Pul kerak emas bu Chunki men xursand bo'lgan Chunki bu tomoni produkt xotin. o'sha 3 ta farzandim, katta 3 ta farzandim yonimda yurib, o'qib, o'rganib, men bilan birga bo'lishganda, men o'shanda ham ishimni, ham oilamni baravarlashib olib ketganman-da. O'sha tomoni menga yoqqan. Masalan uchun bolalarim ham qolib ketib qolmagan yoki ishda ham ko'p qolib ketib qolmaganman-da. Oilangiz ham ushlagan, siz Ha, bolangiz ham ushlagan. Zo'r, men aytayapman, ko'p tarafdan siz nima deydi? Целостный zo'r ayol ekansiz. Endi biznesingiz ham butun bo'lishini xohlayman. Biznesingiz hozir lekin hobbi. Hozircha hobbi. Men chunki biznes deb qaramaganman-da bunga. Endi men bu o'sha tashqaridan odam kelib boshqa bo'lib, "Davay endi buni biznesga aylantiraylik" deganda, shuning uchun men boshdagi o'sha savolim, o'zi to'g'rimi? Buxgalteriya, ta'lim bu endi shuni biznesga aylantirish to'g'rimi? Naryo odamlarni aldab qo'ymaymanmi degandan o'sha kursga kelayotgan odamlar Aldab qo'ymaysiz, agar bilsangiz 90% o'qiydigan bo'lsa, 10%ni yetdimi portretini chizib, ularga testlar tayyorlab, shunaqa odamlarni tanlasangiz aldamaysiz. Hamma bu biznesmi yoki biznes emasmi desangiz, men aytaman biznes. Chunki buni imенно biznes qilib qo'ygan odamlarni taniymiz. Biznes sifatida. Yordam beryaptimi bu narsa? Klientlarga yordam beryapti. Tikkan pulini qaytarishyaptimi? Qaytarishyapti. Demak, buni biznes sifatida bu sohani qarash mumkin, 100% mumkin. 23-yilda men Ahamiyat bering. Necha sekund o'tdi gapirib bo'lgandan keyin siz boshlaysiz. Kontrol qilmasangiz. Yo'q, bu anaqada emas. Buncha qarang. Men ham shunaqa. Oxirigacha eshitdingizmi? Nima dedilar hozir? biznes dedilar. Ha. Ya'ni bu narsa boshqalar biznes qilyapti. Demak, Aha. sen ham buni biznes sifatida qabul qilishing kerak-da. Aha. Ya, Rozimisiz yo'qmi? Gapirgan. rozimi? Chunki ular ham bosib Hozirgi o'tgan. gapirib bo'lmoqchi bo'lgan gapingiz roziligingizni ko'rsatish uchunmi yoki prosta yana fakt berish uchunmi? Yo'q, roziligimni ko'rsatish uchun. Aha. Men aytmoqchi bo'lganim 23-yilda ishlab yurgan buxgalterlarni o'qitdim desam oddiq. O'zi shu bunaqa targetsiz odam yig'iladi, 40 ta odam o'qitaman. 3 ta guruhga o'qitdim. Xuddi shunaqa. Chunki ular kelayotganini borib o'qigan, tushunmagan. Men o'qitayotgan mohiyat o'qitaman-da, qara, uni yodlab olma. Mana bunaqa bo'ladi. Desam, ha deydi. Men endi borib yo'lda o'qiyman, endi tushunaman deydi-da, misol uchun. O'shani ham 3 ta guruhga o'qitdim-da, keyingisini o'sha o'qita olmadim. Ya'ni bitta ishni ha deb anaqa pul uchun misol uchun qilib olmayman. Uni o'sha o'zgartirishim kerak, uni yana ham yaxshilashim kerak yoki yana nimadir qiymat qo'shishim Sizga pul kerak. bersa-yu, odamlar kelsa-yu, o'sha qayta qilayotgan ishingiz. Masalan, qarang, xo'p, bitta ishni o'zgartirmay qilyapsiz. No, bu ishga sizda har doim xaridor bor. U odamlar rozi, minnatdor. Siz orqali bir hunar topib ketishyapti, lekin sizga qiziq emas, to'xtatasiz baribir. Bitta narsani prosta proyekt sifatida qiziq paytida qilar ekanlar-da, как только qaytarilishiga всё xayr. Tushundim, chunki pul kerak emas. Pul kerak emas. Normal. Nima qilamiz endi? Pul kerak emas. Bo'ldi, buni boshingizga atrobotka qilish kerak, shaxsiyat bilan shug'ullanishingiz kerak. Hozircha faqat o'zingiz uyli joyli qildingizmi? yo'q, Mana eng katta o'g'lim 19 yosh. Yo'q, tushundim. Kim qiladi masalan? Necha pulga uy sotib olasizlar?
hech bo'lmaganda Sizga 200 hozir ming bo'yningizga motivatsiya olsa. yo'q hop 200 mingga sotib olasizlar to'g'ri hech bo'lmaganda uchtasini o'sha 600 mingga bo'ladimi uchtasi katta bo'lib qoldi tayyormi уже yo'q. qanaqa qilib tayyorlamoqchisiz 600 mingni qanaqa qilib ishlaymiz? Ishlaymizmi tez-tez? Qachon ishlaymiz? Qachon uy olasiz 3 ta bolangizga? Оборотda pulim bor. оборотdan sotib olasizmi Yo'q. Qarang, xo'jayinim har doim buxgaltersiz uchun Ha. manga rostdan buxgaltermisiz xo'jayinim har doim aytadilar-da, farzandlar o'zi harakat qilib Bu olishi to'g'ri. kerak Bu deydilar. to'g'ri. Biz To'g'ri. olib qo'yishimiz noto'g'ri, ular o'zi ham harakat qilsin Обязательно. deb aytadilar. to'g'ri O'shaning uchun balki uni o'ylamagandirman. Menga 600 ming dollar pul kerak deb o'ylamaganman. Mayli, siz bularga qilmang, o'zingizga passivniy qilib qo'ya olasizmi? 3 ta uy. Bilmayman. Bitta qildim, xudo xohlasa. Keling, o'sha sizga qanaqadir plan qo'yinglar, deyapman. Siz mana zadacha olib, zadacha bajaradigan ayol ekansiz-da. Hozir sizga keling qanaqadir anaqa qo'yaylik. Yana qilamiz Challenge. boshqa. Nima niyatingiz bor? Pulli, katta. Yangi uy. Men yaxshi ko'raman har doim, misol uchun mashina nima qilaman, Xo'p. haydayman. O'zimga olishdan oldin adamga sovg'a qilaman. Zo'r. 2 yil har yili adamga bitta mashina olib beraman, keyin o'zimga boshqa mashina olaman. Xo'p. Niyat qilganman Li 9 olib berishni, chunki o'zim ham haydagim kelyapti. Adamga olib beraman birinchi, keyin o'zim olaman. Xo'p. Keyin sizni o'sha nima qachon 9 olib berasiz bu yilga niyat qilganman. bu yil qachon 2026-yil. tushundim yil uzun dekabr 31 dekabr Oyini ayting, bizni tezlashtirmoqchimiz. Dekabr deylik. 31 dekabr Bo'pti, hop, sentyabrga. Voy, uzoq. Uzoqmi? uzoq Aprelda tug'ilgan kunlari. Aprelga olasiz. Ikkitali yangi. o'zingizga bitta, O'zingizga, adangizga adangizga. bitta. Zo'r. zo'r Men sizni podkastda ko'rganimda uy biznesi bilan shug'ullanishingiz menga yoqqan. Masalan, meni ham hayolimga kelgan shunda, mana shunaqa qilsak bo'larkan, men ham qilsam bo'larkan degan narsa bo'lgan, lekin o'shani niyat qilib oldingi yildan mana boshladim. Yaxshi qildingiz. Lini olamizmi aprelga? Ha. Nechinchi aprelga olamiz? 12-chi. Tak, 12 aprelda kosmonavtlar kuniga olamiz a Lini olasiz. Bizaga jo'natasiz video. Adres rasm bilan podstavnoy bitta odamni qo'yib, mana bular mana adamlar, mana Li deb ko'chadagi Yo'q, Lini yo'q, yo'q, yo'q. rasmga olib keling. Qarang, sizga Shu. maqsad kerak. O'zingizni sizga energiya beradigan maqsad. Mana zo'r maqsad ekan. Mana masalan adamlarga, oyimlarga bir narsa qilaman deb niyat qilsam, вообще energiyam tez keladi, и сразу o'shanga pul To'g'ri, keladi. shunaqa bo'lgan. Sразу pul keladi. Hozir bitta o'sha 12 aprelga Li olaman deysiz. Uning uchun 1 aprelda уже o'tirib sanaysiz qatdan olishingizni qayerdan olishingiz, во-первых, o'tirib sanaysiz, qaysi proyektdan olishingiz o'tirib Rubiz bilan sanaysiz. maslahatlashasiz Qayta o'tmagan darslaringizni o'tasiz keyin. O'quv markazidan masalan keling, mana bunaqa niyat qiling. O'quv markazidan men qancha turadi ikkitali? 150 ming turadimi? Qancha turadi? 70 mingmi shunaqa, ha. 150 ming ishlayman. Aprel 12-sigacha, yo'q, 1 aprelgacha ekan. 150 ming ishlashlari kerak. Qanaqa ishlaydilar? Turibdilar hozir. o'ylaylik sanaylar O'ylaysiz, sanaysiz. Zapus qilasiz, kurs qilasiz, nima xohlasangiz qilasiz. Ikkitali, eski mashinalaringizni ham narxini hisoblaysizmi? Unga chaqasizmi, minus qilasizmi? Ha, chaqishim kerak. Hozir haydab yurganim. Trading qilasizmi? Qancha bo'ladi, значит, qancha kerak bizga? 120 ming kerak. 120 ming kerak. Mana 120 mingni qayerdan topishni o'ylab, o'sha Ropiz bilan o'tirasiz, o'ylaysiz, cho'tki plan qilasiz, menga jo'natasiz. Lekin shunaqa O'q deyman, keyin отчет yozib turasiz har oy. Lekin shunaqa bo'lgan, 23-yilmi, 22-yil elektromobilda chiqqanda 44 mingmi, 43 mingga elektromobil olganmiz. O'shanda hamma aytgan, bunga uy olsa bo'lardi, bunga biznes qilsa bo'lardi, nimaga hammada har xil har xil holat. Sizga nima energiya bersa o'sha yaxshi. Sizga nima energiya bersa o'sha yaxshi. Sizga agar mashina energiya bersa, значит, mashinani oling. Adezga olib berish sizga energiya bersa, adezga olib bering. Masalan, kimgadir boshqa narsa, sizga shu, hammaniki o'ziniki. O'shaning uchun bo'ldi, menga отчет yozasiz, Ropiz bilan maslahat qilasiz. Qattan siz 120 ming 1 aprelgacha pul ishlaysiz. Mayli, ruxsat beramiz boshqa bizneslaringizdan ham ishlash. hop qanaqa savol qoldi endi bo'lmasa Yo'q, bizda hozir shunda o'quv markazi o'sish nuqtasi bo'ldi. CEO bilan kelishish.
narxi oshirib filtr qilib olish o'zlariga o'quvchilarni. oylik qo'yish. O'zizga oylik qo'yish, pul sevadigan odamni topish, energiya beradigan maqsadlarni qo'yish, shular bo'ldi-da, to'g'rimi? И karra o'sishga kelish. Shaxsiyat kuniga. shaxsiyat Hammasiga aytdingiz-ku, shaxsiyat bo'yicha ham manda shunaqa buyuk Bor maqsad bor edi. problemani. Shaxsiyat o'stiraman, shu nima qanaqa bo'ladi degan qayerda o'rganishim kerak u narsani, ustoz. Qarang, men ko'rmayapman sizda muammo shaxsiyatda. Man ko'ryapman. Yo'q, muammo emas. Sizga xalaqit qilayotgan joyini ko'rmayapman. Вот, men ham ko'rmayapman. Bilasizmi nimaga? Men hozir aytaman. Masalan, keladi ba'zi odamlar. Manda hech narsa o'xshamaydi-yu, men qanaqadir noto'g'ri odamman-da, men yomon. Siz keldingiz, krasavitsa, men yaxshiman, men o'zimni yaxshi ko'raman, men to'g'riman, men молодецman, men uni ham qildim, buni ham. Men o'zimizni yaxshi ko'ramiz siz bilan biz. Bizaga cherstlik ham aytadilar, senga hech qanaqa psixolog kerak emas. Sen всю жизнь xursandsan deydi. Siz ham shunaqasiz. Sizga в целом nima deydi? Psixolog kimga kerak? Tushkunlikka tushadigan, o'zidan norozi odamlarga kerak. Siz o'zingizdan rosa rozisiz. Siz o'zingizdan xursandsiz borligingizdan, zo'rligingizdan, krasavitsaligingizdan, 5 ta bolangiz ham bor, eringiz ham bor, biznesingiz ham bor, adangiz ham bor. Hamma narsangiz bor. Zo'rsiz. O'sha xafaroq bo'lib qolsam, nimadir bo'lib qolsam, darshi shunaqa bo'ladi. Demak, zo'r bo'ladi. Meni nimadir kutyapti deyman-da, darshi harakat qilib ketaman. Mana bo'ldi, sizga kerak emas. Men ko'rmayapman sizga kerakli joyini. Sizga odamni o'zida потребность bo'lishi kerak-da. Sizda yo'q потребность. Siz o'ylayapsiz. Sizda потребность bor, mishleningizni o'zgartirishga. Mishleningizni o'zgartirish kerakmi? Kerak. Karra o'sishga kelsangiz, sekin-sekin o'zgaradi. Lekin psixolog sifatida отработка qilish kerak, ba'zi narsalarni qilish kerak. No, katastrofichniy emas. Chunki siz o'zingizdan nima deydi? Довольныйsiz, nima bo'ladi? Rozisiz. Rozisiz, xursandsiz o'zingiz borligingizdan bu dunyoda. Bu zo'r. Mana shu qo'lini ko'taringlar. Kim havas qilyapti desam, hamma havas qiladi. Bunaqa состояниеda bo'lish odamga bu bitta baxt. Bu degani psixikasi joyida, psixikasi normalniy. Agar psixikangiz butun bo'lmaganda siz 1,5 yoshli egizlaringiz bilan, shuncha proyektlaringiz bilan, 5 ta bolangiz bilan hozir mana shunday boshingizni yopib depressiyada o'tirgan bo'lasiz. Boshingiz achib. Unaqa emasmi? Sizda unaqa состояние yo'q. Ha? Biz ko'proq depressiyadamiz. Bularni qaytanga men ko'proq nima qilaman, davay bo'linglar, bo'linglar. Atrofingizdagilar depressiyada bo'lishi mumkin sizdan, lekin siz bo'lmaysiz. Boshida onamlar qarshi bo'ldilar-da, qo'y bolalarni unaqa qilma, billalashib olib yuraman-da, o'qitaman, billa o'qisam ham bilan o'qiydi. Unaqa qilma, kuchli talab qo'yyapsan bolalarga dedilar-da, keyin 1 yildan keyin to'g'ri qilayotgan ekansan, o'sha farzandlarga davay nima qilish kerak ekan. Davolasa bo'y. Zo'r. Tak, bo'ldimi? Rahmat. Yopamizmi? Da. Молодец, xursandmiz tanishganimizdan. Rahmat. Krasovka. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Xo'p.